O'zi Omar Halil kim? Biologik mavjudot o'zboshimchalik deb baholashadi bu narsani. Ya'ni o'zboshi bilan ish qilishini tan olishmaydi. O'sha gapirganda ham biz, siz kimsiz? Kimgadir tegib ketayotgan bo'lsa, bu uzr so'raymiz. Ya'ni bu erkin, o'zimizni shaxsiy fikrlarimizni berib boryapmiz. Biz deganingiz hamma ham fikrmi o'zi? Tarixga qiziqadimi o'zi? Hechkisilar o'zi. Mediada ko'kraklariga urib, og'izlarini to'ldirib da'vo qilayotgan gaplari hozirgi kunda ko'p kishiniki faqatgina PR uchun bo'lib qolgan. Doimiy onasidan yoki otasidan ana shunday norozilikni his qilib yurgan bola keyingi hayotida, ya'ni ulg'aygandan keyingi hayotida qanday xulq-atvor bilan shakllanadi? Yaxshi bola sindromi shakllanadi. Bu nima degani? Ya'ni aybni doim o'zidan qidirishga odatlanib qoladi. U bilan bog'liq masala hal bo'layotgan vaqtda ham uni fikrlari so'ralmaydi. E'tibor beringda, bunaqangi odamlarni hayotda yaxshilab kuzatsangiz, doimiy depressiyada yuradi, doimiy kayfiyatsiz holatda yuradi, doimiy hayotdan qoniqmaslik hissi bilan yashashadi. Endi aynan mana shunaqangi xulq-atvor egalari hayotda muloqot ko'nikmalarida qiynaladi. O'zi shundoq ham tez gapira olmay qoladi. Birini yopsa, ovoz pinqillaydi. Biz bu sonimiz efirga chiqqandan keyin, sahifalarda qo'yilgandan keyin juda ham ko'p inson uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi gurungimiz juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi gurungimiz ustoz Omar Halil bilan bir qancha qiziqarli mavzularda suhbat bo'ladi va o'ylaymanki, nutqida muammolari bor va muloqot jarayonida qiynalib turgan insonlar o'zlariga yetarli bo'lgan savollariga javoblar olishadi degan umiddaman. Yana bir bor assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz meni o'ylashimcha juda ham manfaatli bo'ladi. Nafaqat notiqlik darslari va nutq mahorati bo'yicha va bir qancha ijtimoiy masalalarda ham suhbatlashamiz siz bilan. Keling bunday qilsak ustoz, birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda qisqagina ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, o'zim haqimda, ya'ni qayerda tug'ilganim, qaysi faoliyatda ishlashim va hokazo. Xo'p, o'zim O'zbekiston yurtida, Qo'qon shahrida tug'ilganman. 1994-yilda iyul oyida, ya'ni yozda dunyoga kelganman. Qo'qondagi 22-umumta'lim maktabida o'qiganman. Keyinchalik kollejni, Qo'qon shahar kompyuter texnologiyalari kolleji bor edi, o'sha kollejni bitirganman. Ana undan keyin esa oliy ta'lim O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida bakalavriat ta'limini olganman. Ya'ni o'sha yerda qaysidir ma'noda hayot yo'nalish vektorim o'sha yerda oliy ta'limda belgilangan. Shaxsiyatim ochilishi, karyeram, jamiyatdagi o'rnimni topishimdagi eng birinchi tramplin o'sha yerdan boshlangan. Shunaqa endi qisqacha o'zim haqimda. Va hozirgi kunda notiqlik bo'yicha dars beraman. Muloqot ko'nikmalari va suxandonlik faoliyati bilan shug'ullanaman va eng asosiy hobbiyim bu narratorlik, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube, Instagram, Telegram bloglarini yuritib, o'sha yerlarda turli xil audio hikoyalarni, audio kitoblarni va boshqa materiallarni ovozlashtiraman. Tushunarli. Rahmat ustoz. Buni nima uchun berdim? Siz bilan yaqindan tanish bo'lsak, ko'p kishi menga savol berishadi. Ustoz o'zida qayerdanlar? O'zi asli ikkimiz ham Qo'qon shahridan bo'lganligimiz uchun ustoz Qo'qondanlar desam, hayratlanib, ustoz Qo'qondanmilar, ham shaharimizmi deb qo'qonliklar hayratlanishadi. Shuning uchun menimcha qiziq bo'lsa kerak degandim. Va keling endi boshqacharoq holatda o'tamiz. O'zi Omar Halil kim? Ya'ni o'zingizni fikringiz bo'yicha. Xo'p. Ham kasb jihatdan, ham shaxsiy o'zingizni fikringiz. Xo'p. Omar Halil odam bo'lib tug'ilgan va inson bo'lishga harakat qilayotgan bir biologik mavjudot. Nosfera, ya'ni intellektual olamda ham o'zini o'rni uchun kurashayotgan, harakat qilayotgan, Alloh taoloning oldida ham insoniylik vazifasini bajarishga intilayotgan bir
mavjudot sifatida ta'riflayman bu narsani. Omar Halil o'zi bu taxallus, ism sharifim emas, ism sharifim boshqa. Endi Omar Halil kim deganingiz uchun jamiyatda muxlislar yoki juda ko'pchilik odamlar Omar Halil taxallusi bilan tanishgan. Omar Halil kim o'zi, nega shu narsa, ya'ni shu taxallus tanlangan deyilsa, buni o'ziga yarasha tarixi bor, sabablari bor, ya'ni motivlari bor va maqsadlari bor bu narsani. Omar Halil ana shu jamiyatda, kishilik jamiyatida, o'zbek jamiyatida, musulmon o'zbek jamiyatida o'zligini topishga intilayotgan, o'zligini, identitetini aniqlab turib, ana shu jamiyatdagi Alloh taolo tomonidan, insoniylik tomonidan o'zini vazifasini belgilab turib bajarishga intilayotgan bitta shaxs deb tushunishlarini xohlardim. Qanaqadir olamshumul narsani xohlamayman. Bunga da'voyim ham yo'q. Shunchaki ana shu o'zbek musulmon jamiyatida o'zini kim ekanligini anglab turib, o'sha anglaganidan keyingi vazifasini aniqlashtirib, ana shu vazifasini bajarishga intilayotgan bitta odam. Alloh taoloning bitta bandasi. Ham Robbisini oldidagi vazifasi va mana shu kishilik jamiyatidagi o'zini vatandoshlarining oldidagi vazifasini bajarayotgan va intilayotgan bitta shaxs. Tushunarli. Juda ham chiroyli javob bo'ldi ustoz. Ustoz, mana notiqlik bo'yicha dars berasiz va juda ham ko'p ham bo'lmasa ham hozirda anchagina shogirdlar chiqardingiz va bular har xil soha vakillari hisoblanadi. Sizga bermoqchi bo'layotgan savolim, ijtimoiy hayotda muloqot ko'nikmalarida muammosi bo'layotgan, ya'ni muammoga uchrayotgan insonlar fikrini to'laqonli yetkazib berishda, insonlar bilan erkin muloqotga kirishga harakat qilib turgan omillar, muammolari bu insonlarni aynan nutq bilan bog'liqmi shunda yoki ularda boshqa motivlari ham bormi? Xo'p, savol juda ham chuqur ekan. Muloqot ko'nikmasida qiynalayotgan odamlar bu faqat nutq bilan bog'liq muammo emas. Buni psixologik motivlari juda ham ko'p va yana ham chuqurroq. Men ilgari darslarimda, shogirdlarim bilan birga ishlaganimda bu narsani shunchaki tabiiy hayajon yoki bo'lmasam shunchaki psixofiziologik bir mexanizm sifatida ko'rardim. Keyingi mana shu oxirgi 1 yillik faoliyatimda o'zim uchun shu narsani kashf qildim. Bu shunchaki tabiiy yoki psixofiziologik mexanizm emas, balki bu narsani juda ham chuqur psixologik ildizlari borligini kashf qildim. Bu nima deb bu nima bu desangiz, bu har bir insonni, u xoh yoshi katta odam bo'lsin, xoh qanaqadir rahbarlik lavozimida ishlasin, endigina talaba bo'lsin yoki bo'lmasam oila qurgan inson bo'lsin, oila qurmagan, bolaligida shakllangan xulq-atvor, xarakter, ota-onasi bilan bo'lgan nosog'lom munosabatlarni bu yerda o'rni juda ham katta bo'lar ekan. Men shu jihatlarga e'tibor bermasdim. Bu o'sha bolani jamiyatda shaxsga aylangandan keyin ham uni keyingi xatti-harakatlarini belgilovchi eng asosiy sabab hisoblanar ekan. Otani yoki onani farzandga ko'rsatgan nosog'lom munosabati. Bu qanaqa? Masalan, ba'zi bir otalar bo'ladi, ular juda ham qattiqqo'l, tiran, avtoritar, doimiy nazoratda ushlashga harakat qiladigan otalar. Yoki bo'lmasam aksincha. Otalar farzandlarini taqdirlariga yoki xatti-harakatlariga befarqroq bo'lishadi, onalar esa aksincha. Farzandni maksimum nazorat qilishga harakat qilishadi. Chizib bergan chizig'lardan og'ishadigan bo'lsa, ularga doimiy noroziliklarini bildirib turishadi. Agar o'zlari mustaqil nimadir qilmoqchi bo'lsa, buni qoralashadi. O'zboshimchalik deb baholashadi bu narsani. Ya'ni o'z boshi bilan ish qilishini tan olishmaydi. Go'yoki bola o'z boshi bilan ish qiladigan bo'lsa, bu ota-onani umri davomida orttirgan tajribasini va ustunligini rad etish deb qabul qiladi. Shu uchun ham farzandni o'zi mustaqil qilgan ishlariga imkon qadar qarshi chiqishga va uni qoralashga, undan kamchilik va xato topishga harakat qiladi. Endi o'ylab ko'ring, doimiy onasidan yoki otasidan ana shunday norozilikni his qilib yurgan bola
keyingi hayotida, ya'ni ulg'aygandan keyingi hayotida qanday xulq-atvor bilan shakllanadi? Unda ko'pincha yaxshi bola sindromi shakllanadi. Bu nima degani? Ya'ni aybni doim o'zidan qidirishga odatlanib qoladi. O'ziga nisbatan o'ta darajada perfeksionist bo'lib qoladi. Ya'ni talabchan. Oddiy mayda ishlarda ham o'ziga shunaqangi yuqori talab qo'yadiki, natijada o'zi tez-tez tushkunlikka tushadigan bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam, unda shunaqangi bir avtomatik ravishda shakllanadigan bir stereotiplar bo'ladi, ya'ni aqidalar bo'ladi. O'sha aqidalar uni keyingi xatti-harakatlarini belgilaydi. Ya'ni men onam istagandek, onam aytgandek yoki otam xohlagandek farzand bo'lmasam, men noqobil farzandman deb hisoblaydi. Va jamiyatda ham o'z o'rnini ana shunaqangi aqidasiga moslab turib topishga harakat qiladi. Doim kimgadir ma'qul bo'lish uchun birinchi navbatda hamma mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi. Natijada hamma inson uchun qulay odamga aylanadi. Ya'ni o'zi istagandek, o'zi xohlagandek odamga emas, balki boshqalar xohlaydigan odam bo'lishga ko'proq intiladi. Va e'tibor beringda, bunaqangi odamlarni hayotda yaxshilab kuzatsangiz, doimiy depressiyada yuradi. Doimiy kayfiyatsiz holatda yuradi. Doimiy hayotdan qoniqmaslik hissi bilan yashashadi. Endi aynan mana shunaqangi xulq-atvor egalari hayotda muloqot ko'nikmalarida qiynaladi. O'zini namoyon qilishga qiynaladi. O'zini ko'rsatishga, potensiallarini ochishga qiynaladi. Nimaga? Chunki u doim xatoni o'zidan qidiradi. O'z ishlaridan qoniqmaydi. Bular qarangda, notiqlikka bog'lanadigan jihatlari bor-da bu narsani. O'sha bolalikda shakllangan xulq-atvor uni keyingi xatti-harakatlarida hattoki nutqi bilan, o'zini namoyon qilishi bilan ham ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, o'zini ovozidan qoniqmaslik hissi. Doim Telegramdan ovozli xabar yuborganda yoki mikrofonda ovozini yozganda, videoga chiqqanda o'zini qabul qila olmaydi. Nimaga? Chunki u avval o'zini o'zi qabul qilishni o'rganishi kerak. O'zini ovozini, o'zini talaffuzini, o'zini boricha qabul qilishni o'rganishi kerak. Unda mana shu malaka yo'q. Unda psixologik nuqson bor. Mana shu yerda. Nimaga? Chunki u doim tanqid, taqqoslash va kamsitishlar bilan katta bo'lgan. Shu uchun ham ota-onasi yaxshi qabul qilmaganligi uchun u ham o'zini yaxshi qabul qila olmaydi. Bu yerda nuqsonga uchraydi va doim qarangda, nima uchun ovozini qabul qila olmaydi? Ovozi yaxshiroq odamlar bilan o'zini taqqoslaydi. Taqqoslanish hissi bor unda. O'zini o'zi taqqoslaydi. Videoga chiqishda ham shunaqa. O'zini mimikasi, xatti-harakatlari, talaffuzi va hokazo. Har bir detallarigacha boshqalar bilan taqqoslaydi. Natijada tajribasi balandroq, malakali yoki bo'lmasam ancha bir narsalarni, mehnatlarini bosib o'tgan odamlar bilan taqqoslaganda tabiiyki uni kamchiliklari ko'proq fiksatsiya qilinadi. Nima qiladi? Ha, ko'rdingmi? To'g'ri, mana shu yerda sen yaxshi eplolmaysan baribir. Seniki yaxshi chiqmaydi, seniki yaxshi emas. Bu yerda o'ylab ko'rmaydiki, ya'ni obyektiv o'ylab ko'rmaydiki, buni ostida ko'plab mehnatlar yotibdi, ko'plar tajribalar bor, ko'nikmalar bor deb o'ylab ko'rmaydi. Mana shunaqangi mayda-chuyda omillar yig'ilib nimaga aylanadi? Kompleksga aylanadi. Bu shaxsiyat nafaqat nutqi orqali, balki o'zini shaxsiyatini ham, o'zini ham xulq-atvorini, o'zini bor imkoniyatlarini ham ko'ra olmaydigan va qabul qila olmaydigan darajaga kelib qoladi. Shu uchun aytardimki, savolingizga qaytadigan bo'lsak, bu faqatgina nutq bilan bog'liq narsa emas. Buni zamirida, ya'ni pirovardida ota-onasini farzandga bo'lgan noto'g'ri va nosog'lom munosabati yotadi. Bu farzandni keyingi xatti-harakatida u kasbga kiradimi, o'qishga kiradimi, turmush quradimi, farzandli bo'lib ular bilan munosabatga kirishadimi, albatta o'zini ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Tom ma'noda uni keyingi xatti-harakatlarini belgilab beradi o'sha narsa. Bu hattoki rahbarlik lavozimida ishlayotgan bolalarda ham yoki insonlarda ham kuzatiladi. Odamlar bilan samarali muloqot olib bora olmaydi. Samarali ishlay olmaydi. Chunki unda mana shunday muloqot ko'nikmasi yo'q. Qanday? Misol keltiraman. Doimiy otasidan yoki bo'lmasam onasidan tanqid eshitgan,
haqorat va kamsitishlarni eshitgan, taqqoslashlarini qabul qilib yashagan farzandni tasavvur qilib ko'ring. U bolaligida yaxshi ish qilganda, yutuqlarga erishilganda ota-onasi tomonidan e'tirof etilmaydi. Ya'ni o'zi mustaqil biror bir yutuqqa erishsa, ota-onasi yo maqtamaydi yoki maqtov darajasini juda passiv bajaradi. Farzand yetarli darajada ota-onasi bilan faxrlanayotgan ekanligini his qila olmaydi. Juda passiv kechadi. Go'yoki ahamiyatsiz bir yutuqdek munosabatda bo'ladi. Lekin o'sha farzand xatolikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, ota-onani unga ko'rsatadigan reaksiyasi nihoyatda baland bo'ladi. Kontrast qarangda. Yutuqqa erishadigan bo'lsa, o'ta passiv munosabat, xato qiladigan bo'lsa, juda yuqori reaksiya. Kontrastni ko'ryapsizmi? Natijada bola ana shu munosabatga ko'nikadi. Buni tabiiy qabul qiladi. Keyinchalik ana shu bola ulg'aygandan keyin odamlar bilan muloqotga kirishadi. Rahbar bo'lsa, urdi xudo. Nimaga? Rahbarlarni ham doim qattiqqo'llik, nazorat va tanqid ostida boshqarishga harakat qiladi. Yutuqlarga, qanaqadir muvaffaqiyatlarga erishsa yoki shaxsiy tashabbuslar qiladigan bo'lsa, uni g'ash keladi. Go'yoki uni nazarida bu o'zboshimchalik qilayotgandek tuyulaveradi. Go'yoki o'z mustaqil qandaydir tashabbus qilishi bu itoatsizlik deb talqin qilinadi. Nimaga? Chunki u bolaligida ana shunday tarbiya olgan, ana shunday qabul qilgan munosabatlarni. O'zi ham rahbarlik lavozimiga kelganda mustaqil tashabbus qiladigan insonlarni itoatdan chetlashish deb qabul qiladi. Shu uchun ularni yetarli darajada rag'batlantirmaydi va bundan unchalik ham sevinmaydi. Asosiysi o'zi bergan topshiriqni vaqtida bajarishi hisoblanadi. Shunga ko'proq urg'u beradi. Itoat qilganlarni qadrlaydi, mustaqil tashabbus qilganlarni esa unchalik ham xushlamaydi. Bu o'sha muloqot ko'nikmalarida ham bilinadi. Endi xodimlarning samaradorligi ham shunga qarab belgilanadi. Tasavvur qiling, doimiy tanqidlar bilan agar biror bir ishni bajarsa hech qanday rahmat yoki minnatdorlikni his qilmaydi, lekin xato qilsa bir vagon dashnom eshitadi. Mana bu rahbar bolaligida xuddi ana shunday munosabatda katta bo'lgan. Biror bir yutuq, muvaffaqiyatga erishsa ota-onasidan yetarli darajada reaksiya yo'q, lekin xatolik qilsa bir vagon reaksiya kutadi. Xodimlarga ham ana shunday munosabatda bo'lishga odatlanadi. U ota-onasida ana shu ko'nikmani shakllantirib oladi. Va eng yomoni bu keyingi xatti-harakat deganda men o'sha kasb tanlashida, ishga joylashishida, odamlar bilan keyingi muloqotlarni nazarda tutyapman. O'zini qo'l ostidagi xodimlarga ham xuddi ota-onasini tajribasini qo'llaydi. Tushunyapsizmi? Ko'ryapsizmi? Mana shu muloqot ko'nikmalaridagi muammolar bu shunchaki nutq bilan bog'liq emas. Bu psixologik travmalarga, psixologik muammolarga borib taqaladi. U ham ota-onasini o'sha bolalikdagi nosog'lom munosabatlaridan kelib chiqadi. Tushunarli. Hozir mavzuni shunchalar ichiga kirib bordik, bunchalik muhim ekanligini yana ham daqiqroq tushunib boryapman. Nima uchun? Hozir mana rahbarlarni misol keltirdingiz-ku. Odatda bizda rahbarlarda siz aytayotgan fazilatlar yetarlicha topiladi va undan oshig'i bo'ladi. Ya'ni fazilat deb yumshoq qilib aytayapman. Qo'shtirnoq ichidami? Albatta. Qog'ozga o'rab aytilyapti. Ya'ni bu holatlar haqiqatan ham nima uchun bu holatga kelib qolgan deb o'ylardim. Men o'ylardimki, bu rahbarlar undan oldingi rahbarlarida ko'rganini takrorlash deb tushunar edim. Lekin aslida mohiyatan boshqa joyda ekan. Va albatta mana notiqlik darsini o'zi qanchalik muhimligi va buni ichidagi mana shu ichidagi muammolar qayerga borib taqalishini ham ko'rsatilyapti. Ya'ni nutqimizdagi muammolar ota-onamiz, yaqinlarimiz, bizga ta'sir o'tkazadigan insonlar, ya'ni fikran ham boshqa jihatdan yo'nalish beradigan insonlarga juda ham katta bog'liq ekan. Hayron bo'lardim ustoz, misol uchun g'arb televideniyalarini yo intervyularni ko'rib qolsam, rus tilidagi intervyularda yosh bolachalar ravon gapirardi. Meni hayratga solardi. Bizda 30 yoshli, 20 yoshli bolaga ham savol berib ko'ring,
qanaqa javob berishadi? O'zlarini yo'qotib qo'yib, bosim ostida va eng qizig'i bu so'zlarni shunchalik buzib ishlatishadiki, o'zlarini fikrlarini to'g'ri namoyon qilib bera olishmaydi. Izhor qilisha olmaydi. Bunga fikringiz qanaqa? Bu narsa birinchi navbatda oiladagi atmosfera, ya'ni muloqot atmosferasi va keyin ta'lim bilan bog'liq. Oiladagi atmosfera, ya'ni muloqot atmosferasi qanaqa bo'ladi? Odatda yosh bolalar kattalar bilan ko'p narsalarni muhokama qilisha olmaydi. Ular doim chetda turishadi. Agar mabodo o'z fikrini bildiradigan yoki gapiradigan bo'lsa, shunchaki hatto u bilan bog'liq masala hal bo'layotgan vaqtda ham uni fikrlari so'ralmaydi. Aksariyat oila ana shunaqangi an'anaviy tarbiya usuliga tayanishadi. Masalan, farzandni qayerda o'qish masalasi muhokama qilinyapti yoki farzandni qanaqangi kasb tanlash masalasi muhokama qilinyapti yoki bo'lmasam uni hayotdagi yashash tartibi, intizomi haqida muhokama qilinyapti. Farzandni so'zi yoki ichidagi kechinmalari, his-tuyg'ulari yoki fikrlari o'zidan so'rab o'tirilmaydi odatda. Ko'proq ota-ona gapiradi. Oilada muloqot balansi ko'proq ota-ona tomonda bo'ladi. Dialog shaklida emas, men ko'proq monolog shaklida degan bo'lardim. Sababi ota-onani o'zi gapiradi xolos bu yerda. Gaplashish emas, balki gapirish bor oilada. Ota-onani o'zi muhokama qiladi, ota-onani o'zi baholaydi, ota-onani o'zi qaror qabul qiladi. Ota-onani o'zi xulosa chiqaradi. Farzand faqat eshitadi. Bu faqat ota-ona bilan bog'liq, balki umuman oiladagi kattalarni mavzu muhokamalarida farzandlar faol ishtirok etishi kam. Aksincha, ota-ona ana shu narsaga e'tibor berishi kerakki, farzandi mustaqil fikrli, mustaqil qaror qabul qiluvchi bo'lishi uchun ham men uni fikrlarini doim tinglab turishim kerak. Uni fikrlarini so'rab borishim kerak. Unda ana shu ko'nikma shakllanishi kerak degan yondashuv bilan muloqot qilish kerak. Lekin afsuski, aksariyat ota-onalar mana shu jihatlariga ahamiyat berishmaydi. Balki farzand agar fikr bildiradigan bo'lsa, go'yoki u aql o'rgatayotgandek yomon his beradi. Ko'p eshitganman to'g'risi. Qo'pol qilib aytganda, orqamdan tushgan bitta bolasan deyshadi. Sen menga aql o'rgatasanmi? Umuman o'zi ota-onani o'zi farzand tomonidan bildirilayotgan fikrni adekvat qabul qila olishi kerak deb hisoblayman. U bolada keyin qanday tushuncha hosil bo'ladi? Baribir aytganim bilan foydasi yo'q. Baribir eshitishmaydi. Nima qilaman? Baribir gapim bir tiyinlik foydasi yo'q deydi. Ana shu narsaga ko'nikadi xolos bola. Va eng yomoni bilasizmi nima? Katta bo'lib o'zi ham farzandli bo'ladi-ku. Xuddi shu ssenariy takrorlanadi keyin. Bu xuddiki skriptga o'xshab qoladi. Tayyor skript, shablon so'z. Katta bo'lsam, faqat men gapiraman. Yosh bolalar meni eshitadi. Ular katta bo'lganligim uchun meni eshitish kerak va hurmat qilish kerak deb hisoblaydi. Bu yangi nosog'lom aqida. Bu oiladagi muloqot atmosferasini holati. Hozir lekin Jaloliddin men xursandman. Yomon emas, hozir o'zgarish bor. Hozirgi yangi oilalar, avlodlar bu narsani tushunishni boshlayapti. Baribir global tendensiyalar ta'sir qilyapti. Mamlakatdagi siyosat deysizmi, global siyosat, global tendensiyalar, ijtimoiy o'zgarishlar o'zgaryapti. Muloqot paydo bo'lyapti. Men bundan xursandman. Avvalgilarga, masalan, 15-20 yil ilgarigiga qaraganda hozir tendensiya o'zgaryapti. Muloqot paydo bo'lyapti. Men bundan xursandman. Birinchi sabab shu. Ya'ni oiladagi muloqot atmosferasini balansini nomutanosib ekanligida, keyingisi esa ta'lim tizimida. Endi ta'lim tizimiga men yoki siz aralasha olmaysiz. Bu siyosat darajasida hal qilinadigan ish. Ya'ni qanday? O'zimiz ham maktabda o'qiganmiz, kollejda o'qiganmiz, hattoki oliy ta'limda ko'rganmiz. Ya'ni talabani mustaqil fikrlashga, tanqidiy fikrlashga o'rgatishdan ko'ra, balki
unga leksiyada gapirib berilgan, kitobda yozilgan matnlarni shunchaki seminarda takrorlab berish Yodlab so'raladi berish. xolos. Ya'ni ana shu ko'nikma shakllantiriladi xolos. Ya'ni ta'limda ham asosiy urg'u yodlab, esda saqlab gapirib berishga qaratiladi. Mohiyat chetda qolib ketaveradi. Ha. Mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash, tahliliy fikrlash bularga unchalik ham ahamiyat berilmaydi. Agar talabalarni o'zida ichida agar shunaqangi bir fenomenlar bo'lsa, ularni o'zlari shunaqangi bir otilib chiqishadi, xuddi anomaliya singari. Hattoki darslarda ham ular ajralib turadi. Go'yoki o'zgachaligi bilan, isyonkorligi bilan ham ajralib turadi ular bu narsada. Ta'lim tizimida ham mustaqil fikrlash, tanqidiy va tahliliy bahs munozaralar bo'lmaganligi uchun ham biz hayotimizni aksariyat qismini oilada va nimada o'tkazamiz? Maktabda. Ta'lim tizimida o'tkazamiz. Endi na oiladagi muloqot atmosferasi, na ta'limdagi muloqot atmosferasida bizda yuqorida sanab o'tgan ko'nikmalarim shakllantiriladi. Shu boisdan ham biz 30 yoshga kirsak ham, 35 yoshda bo'lsak ham, ko'chada istalgan odam mikrofon tutganda o'zimizni noqulay his qilishni boshlaymiz. Chunki undan so'rashmagan. Ha. Juda kamdan kam holatda duch kelishadi bunaqangi holatlarga. Siz aytyapsiz-ku, mana Yevropani yoki Amerika boshqa davlatlarni misol keltiryapsiz. Ularda ta'lim tizimlari boshqacha, oilada muloqot atmosferasi boshqacha. Nimani bolani mustaqil fikrlashga undaydigan nimalar bor, metodlar bor, unsurlar bor baribir. Oila darajasida ham. Tushunarli. Shunaqa. Hozir mana oilani aytdingiz, nutq qanchalik shakllanishda oilani o'rni kattaligini aytib o'tyapsiz. Shu jarayonda bir fikr kelyapti. Mana notiqlik darslaringizda parazit so'zlar va maneralar haqida gap ketadi. Ya'ni adabiy manera bilan sheva maneralar farqi. Nima uchun bu gapga to'xtalyapman? Oilada bizda badiiy gapirish odatda yo'q. Buni sababi deb bilaman, kitob kam mutolaa qilishimiz deb bilaman, badiiy kitoblarni. Va albatta shu yerda aytib ketish kerak, kitob deganda faqat umumiy tushuncha bo'ladi, badiiy kitoblarni kam o'qishlik. Va shu bilan birgalikda oilada talaffuz u qadar yaxshi rivojlanmaganligi uchun ham o'zlarini fikrlarini erkin bildirisha olmaydi. Ya'ni tushuntira olyapmanmi nima mavzuga borayotganligimni? Ya'ni mana shu jarayonda sodda qilib aytadigan bo'lsak, varvar so'zlarni aralashtirmasdan adabiy manierada gapirishimizga asosiy muammolar nimada deb o'ylaysiz? Ya'ni kundalik hayotimizda tushunishim bo'yicha varvar so'zlar, parazit so'zlar yoki bo'lmasam shevaga juda ko'p urg'u berib, shevaga xos muloqot qilishimizni nazarda tutyapti shekilli. Tushundim. O'zi aslini olganda bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Hech kim badiiy obrazda yoki badiiy tilda yoki adabiy til deymizmi, adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holatda gapirishga majbur emas. Bu boshqa xalqlarda ham bor. Masalan, inglizlar ham sof 100% adabiy tilda muloqot qilishmaydi. Yoki bo'lmasam ruslar ham. Adabiy til xalqni shunchaki muloqot tilidan farq qiladi baribir. Bu hamma xalqqa xos bo'lgan narsa, xususan o'zbeklarga ham xos bo'lgan narsa. Sheva o'zi aslida bizning boyligimiz, lekin adabiy manierani, adabiy tilni o'zini ishlatiladigan o'rni va joyi bor, shartlari bor. Ilgari bilasiz, media bu faqat davlat nazoratida bo'lgan. Ya'ni davlat telekanallari orqaligina siz mediaga chiqa olgansiz. Lekin hozirgi kunda har kimning qo'lida smartfon bor. U istalgan paytda mediaga chiqa olish imkoniyatiga ega. Har bir xalqning vakili. U yoshidan qat'iy nazar. 9 yashar bolaki ham smartfonni olib o'zini mediada chiqara olishi mumkin. Endi davlat telekanallarida nima uchun mediaga chiqilardi? Bilasiz, endi ommaviy axborot vositalarining asosiy vazifasi bu xalqni yangi axborot bilan ta'minlash
yoki bo'lmasam turli xil seriallar deysizmi, yoki bo'lmasam tok shoular, ko'rsatuvlar orqali ma'naviy ehtiyojlarini qondirish. Asosiy vazifasi shu. Insonni estetik ma'naviy ehtiyojlarini qondirish va yangiliklardan xabardor qilib turish. Endi bu borada bilasiz, O'zbekiston Respublikasining ichida bir qancha shevalar bor, lahjalar bor. Ular kerak bo'lsa bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, hattoki Xorazmni 100% shevasini 60 yoki 70% ni tushunmaysiz. Yoki bo'lmasam Qoraqalpoqni. Yoki bo'lmasam namanganliklar o'zini 100% shevasida gapiradigan bo'lsa, 30 yoki 20% gaplarni tushunmaysiz. Ya'ni o'rtada tafovutlar bor. Bu tabiiy tafovutlar. Endi tasavvur qiling, davlat telekanallarida chiqib turib, har kim o'zini shevasida axborot tarqatadigan bo'lsa, har kim o'zini shevasida chiqib seriallarda dialog uyushtiradigan bo'lsa, respublikadagi har qanday fuqaro uni to'laligicha anglolmaydi, tushuna olmaydi. Tabiiyki bu yerda yagona bir til vositasi kerak bo'ladi. Ya'ni adabiy til me'yorlari. Adabiy til me'yorlarini hamma tushunadi, hamma biladi. Ya'ni yagona konsensusga kelingan til. Shu boisdan ham davlat telekanallarida masalan yangiliklar bo'lsin, seriallar bo'lsin, tok shoular bo'lsin, reklamalar bo'lsin, hammasi adabiy til me'yorlariga amal qilgan holatda chiqarilardi. Sabab respublikadagi barcha viloyatlar va barcha sheva egalari uni tushuna olishi uchun. Agar siz davlat telekanallarida yoki ilmiy davralarda, publitsistikada yoki jurnalistikada shevaga xos gapiriladigan bo'linganda bu nuqson hisoblanardi. Endi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar bu chegaralarni shunchaki buzib o'tgan. Nimaga? Chunki ijtimoiy tarmoqdagi odamlarda hech qanday majburiyat va mas'uliyat yo'q. Ular hech kimdan yoki xalqdan soliqlar olib xizmat qilmaydi. Ko'ngillik o'zi shunchaki kontent yaratadi, istagan mavzusini ko'taradi va hokazo. Bunday vaziyatda ulardan adabiy til me'yorlariga rioya qilish talab etilmaydi. Va bunga bizning haqqimiz ham yo'q. Agar u qachonki bizni to'layotgan soliqlarimiz hisobiga oylik olib, davlat telekanallarida chiqadigan bo'lsa, ana shundagina biz e'tiroz bildira olishimiz mumkin. Ya'ni demoqchi bo'layotgan narsam ustoz, odatda mana yaqindan taniysiz meni, adabiy maneraga ko'proq murojaat qilaman va atrofdagi yaqinlarimiz, ya'ni yaqinlar deganda oila a'zolarimni aytmayapman, do'stlar bo'lishi mumkin, ishxonada va hokazo. Shular ajablanishadi. Nimaga sen shu so'zni ishlatasan, shu so'zni o'rniga bu so'zni ishlat. Xuddiki men gapirish jarayoni ularga erish tuyuladi. Ya'ni tabiiy gapirmayotgandek tuyuladi. G'ayritabiiy. Ha, mana shu yerdagi asosiy ikki tomonda tafovut paydo bo'lyapti. Bu holatga fikringiz qanday? Men o'ylaymanki, bu normal holat. Ya'ni o'zi umuman insonni kundalik hayotida ham adabiy til me'yorlariga rioya qilishi, adabiy manierada gapirishi, bu avvalo shaxsiy prinsip deb hisoblayman. Shunchaki shaxsiy prinsip sifatida adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holatda muloqot qilishi bu ayb emas. Bu boshqa o'sha shevaga xos gapiradigan insonlar tomonidan ham normal qabul qilinishi kerak. Va kerak bo'lsa bu sizda o'sha jamiyatda qanaqadir fazilat ham beradi sizga, ustunlik ham beradi. Adabiy manierada jozibali gapirish. Bu odamlarning diqqatini tortadi. Sizga bo'lgan e'tiborlarini jalb qiladi. Chunki adabiy tilda, adabiy manierada talaffuz qilish bu shevaga qaraganda ancha jozibaliroq eshitiladi. Shu boisdan ham bu odamlarni o'ziga jalb qiladi, tortadi. Diqqatini ham tortadi bu narsa. Keyin bilasizmi, men shu narsani ko'p kuzataman. Adabiy manieraga rioya qilib gapiradigan odamlarni jiddiyroq qabul qilinadi. Ya'ni til bilasizmi, bu birlamchi vositada, inson haqida ma'lumot beradigan birlamchi vosita. Vositalardan bittasi. Masalan, shevaga xos nutq qilgan odamda bilasiz, so'z boyligini kamligi darhol bilinadi. Kitob o'qimaganligi bilinadi, tajribasizligi bilinadi, uquvsizligi bilinadi.
Ana shu narsada adabiy til me'yorlari, adabiy manierada nutq qilgan odamniki bu boshqacha joziba beradi, boshqacha ma'lumot beradi qarshidagi odamga. Demak, bu odam o'zini ustida ishlagan. Demak, bu odam jiddiyroq odam. Demak, bu odam kitob o'qigan odam. Bu oddiy odam emas. Sizga nisbatan birlamchi ma'lumotni taqdim qiladi. Shu tomondan afzallik tomonlarini men e'tirof etaman. Adabiy manierada gapirishni. Shaxsiy prinsip sifatida bu narsani qabul qilganlarni men hech qachon tanqid qilmayman. Chunki bu shaxsiy prinsip. Hech kimni malomat qilishga haqqi yo'q. Sen adabiy manierada gapiryapsan, mana g'ashim kelyapti. Shevada gapir deyishga hech kimning haqqi yo'q. Yoki bo'lmasam sizni ham sen adabiy manierada gapir, noto'g'ri gapiryapsan deyishga sizda ham hech qanday huquq yo'q. Bu narsani normal qabul qilish kerak. Bo'ldi shu. Tushunarli. Xo'p. Lekin biz mutaxassis sifatida o'zimiz ko'proq adabiy manieraga rioya qilamiz. Ham birinchi navbatda bu ko'nikma bilan bog'liq. Chunki biz ijodiy ishlarimizda yoki chiqishlarimizda adabiy manieraga o'rganib qolganligimiz uchun ham bu ko'nikma bo'lib qolgan. Beixtiyor shunaqa gapiramiz. Va shu bilan birgalikda 100% nima desam ekan, adabiy til shkalasida gapirmaymiz. Shevani elementlari ham kuzatiladi, bor. Mana shu narsa ham bor. Bo'lmasa juda ham haqiqatdan ham notabiiydek tuyulib qoladi. Hattoki o'zimizga ham notabiiydek tuyuladigan holatlari bo'ladi bu narsa. Shu boisdan ham balansni ushlashga harakat qilamiz. Tushunarli. Xo'p, ustoz, mana shu aytyapsiz-ku, bu normal holat deyapsiz. Bu tushunarli. Endi mana shu jarayonda adabiy maniera bilan sheva manierasida o'zi qanday paydo bo'lgan? Buni nimaga ochiqlayapman? Sababi o'zim ham sizni kurslaringizda o'qigan, tahsil olgan o'quvchi sifatida aytyapman-da. Bir fikr aytgan edingiz. Asosan sheva manieralari qanday yuzaga keladi desak, o'sha insonlarda yashayotgan joyi, iqlimi va boshqa faktorlardan kelib chiqib, hattoki ishlash mexanizmlari ham har xil bo'lganligini hisobiga bu yerda shevalar o'zgaradi. Ya'ni shevalar hosil bo'ladi degansiz. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shu adabiy maniera bilan sheva manierasi odatda ba'zida adabiyga emas, shevaga ko'proq murojaat qilinishi bu qulayligida degan xulosaga kelganman shaxsiy fikrim. Ya'ni shu jarayonda demak adabiy maniera shunda qiyinroq bo'ladimi? Nima uchun unda adabiy manierada gapirish, aytaylik o'sha so'zlarni saqlab qolishingiz. Boya aytdingiz-ku, boshqa shaharda, ya'ni boshqa viloyatdan boshqa viloyatda shevalar farq qilganligi uchun umumiylashishi uchun bitta umumiy adabiy manieraga to'xtalgan. Xo'p, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun adabiy manieraga ko'p kishi murojaat qilmaydi? Sheva, ya'ni mahalliy o'zini shevasida gapirishadi. Xo'p, bu narsani tushuntirish uchun avvalo bizga bir qancha kontekst kerak bo'ladi. Birinchi navbatda tarixiy kontekstda o'rganish kerak bu narsani. Masalan, tillarning o'zini shakllanish tarixi bor. Til oilalari bo'ladi. Ular guruhlarga bo'linadi. Guruhlarning ichida ma'lum bitta tilni bir qancha lahjalari bor. O'sha lahjalarning ichida hattoki shevalar bor. Turli xil shoxlarga bo'linib ketadi bu narsa. Tarixiy kontekstda bu narsani o'rganadigan bo'linsa, o'sha qaysidir tilni boshqa tilga meros bo'lib o'tishi, elementlarni. Hattoki o'sha so'zni tarkibidagi ulli yoki undosh tovushlarni ketma-ket kelishi yoki bo'lmasam alohida kelishi va hokazo. Tarixiy kontekstda o'rganadigan bo'lsa, bitta jihati ochilib keladi. Keyingisi bu biologik yoki bo'lmasam fiziologik kontekstda o'rganiladi bu narsa. O'sha insonlarni o'zlari yashagan ekologik muhitlari, madaniy shakllari yoki bo'lmasam ularni kundalik yeydigan ozuqalari, harakatlari
jag'ini qanchalik qattiq ishlashi yoki yumshoqroq ishlashi bizni yillar davomida mana evolyutsion yoki adaptatsion rivojlanish bosqichlari bo'ladi insonda. Ya'ni tarixiy jihatdan keladigan bo'lsak, ana shu jarayonlarda ham og'iz fiziologiyasi doimiy o'zgarishda bo'ladi. Ya'ni moslashadi. Endi tabiiyki biz kishilik jamiyatida yashaymiz, doimiy o'sha boshqa bir insonlar bilan muloqot qilayotganimizda og'iz fiziologiyasiga qulay bo'lgan va oson talaffuz qilinadigan so'zlarni biz saqlab qolamiz. Men doim darsimda shu narsani qisqaroq qilib tushuntiramanki, sheva bu jag'ga, og'iz fiziologiyasiga qulayroq va osonroq bo'lgan shakllarni saqlab qoladi. U ana shu elementlar bilan o'ziga xoslik yaratadi. Bu fiziologik kontekstdan kelib chiqqan nimasi. Endi tarixiy kontekstlari bor bu narsani. Keyingisi endi adabiy manyeraga kelinadigan bo'lsa, adabiy manyera bu qachonki mana bu san'at olamida televideniya, ommaviy axborot vositalari, teatr, opera, qo'shiqchilik va xonandalik kabi sohalar rivojlanishni boshlagandan keyingina adabiy manyeraga ehtiyoj sezilishni boshlagan. Bu birinchi navbatda adabiy manyera nima uchun tilga noqulaylik tug'diradi? Sababi u doim sof maxrajlarni talab qiladi. Ya'ni o'sha harfni sof maxraji bilan maksimum talaffuz qilish talab etiladi. Nimaga? Jozibali chiqishi uchun. Jozibali chiqmasa, u san'at darajasida hisoblanmaydi. Ya'ni adabiy manyerada jozibaligi muhim demoqchisiz. Albatta. Joziba muhim hisoblanadi. Chunki adabiy manyerani shakllantirgan yoki bu dunyoga kelishiga undagan narsa bu san'at hisoblanadi. Yuqorida aytganimdek, lirika, ya'ni shoirlik, teatr, kino, xonandalik, opera, ommaviy axborot vositalari, televideniya va hokazo. Mana shu narsalar taqozo qiladi adabiy manyerani. Endi men bu borada masalan tarixiy kontekstlarni yoritib berish bo'yicha yoki fiziologik kontekstlarni yoritib berish bo'yicha men mutaxassis emasman. Biz faqatgina sheva va adabiy manyerani farqini tushuntiramiz va adabiy manyerada talaffuz qilishni o'rgatamiz. Lekin ularni tarixiy yoki fiziologik kontekstda chuqur tushuntirib bera olmaymiz. Bu bizning sohamizga kirmaydi. Bu uchun o'zini alohida tarmoqlari bor. Soha mutaxassislari bu haqda ma'lumot bersa yaxshiroq. Ya'ni adabiy manyerada sodda qilib aytadigan bo'lsak, badiiy gapirishlik, quloqqa chiroyli eshitilishligi muhim hisoblanadi. Shevada bo'lsa, gapirishga qulayligi va tushunishga osonroq bo'lishi nimada? Adabiy manyerada. Tushunarli. Adabiy til, adabiy manyera. Mana shu joyda hozir jah mexanizmlari haqida gapirdingiz-ku. Bu savolni ham ochiqlamasak bo'lmaydi. Odatda tez gapiruvchi va tushunarsiz gapiruvchi insonlar bo'ladi. Va bu ham nutqdagi kamchilik hisoblanadi deb hisoblayman. Mani fikrim bo'yicha notiq insonlar ham shunday hisoblasa kerak. Ya'ni juda tez ishlashi jag'ni, ya'ni tez gapirishlik yoki tushunarsiz, past ovozda yoki boshqacha holatlar. Mana shunaqangi holatlar, ya'ni tez gapirishlik yoki aytaylik tushunarsiz gapirishlikda jag' mexanizmi o'rni katta deyildi. Bunaqangi insonlar, ya'ni sizni hozirda kuzatib turgan tez gapiruvchi yo bo'lmasa aytaylik boya aytganimizdek tushunarsiz gapiruvchi o'quvchilaringizga jag' mexanizmini yaxshilash uchun qanday maslahatlar va bu holat o'zi tabiiy jarayonmi? Shular haqida gapirsak. Xo'p, tabiiy jarayonmi deyiladigan bo'lsa, ya'ni nima nazarda tutiladi bu yerda? Tabiiyligi nimada? Tabiiy jarayon degan savolni beryapsiz. Tabiiy degan so'zdan murod nima bu yerda? Ya'ni inson tug'ilib shunaqa tez gapiradimi bu demoqchimisiz? Yana oila, jamiyat, oila muhitiga bog'liq bo'ladimi? Yoki qandaydir bu ham boshida aytganimizdek oila faktorlariga bordik-ku, muloqot ko'nikmalarida. Bu ham xuddi shunday bo'ladimi demoqchiman. Yo'q, endi men 100% bu narsani irsiyatga bog'liq emas, tug'ma bo'lmasligi mumkin deb ayta olmayman. Istisnoli holatlar ham yo'q emas. Lekin asosiy qismi bu kundalik hayotida orttiradigan tajribasiga bog'liq. Ya'ni ko'nikmalarga bog'liq.
tez gapirish odatda jag'ni ochilmasligidan hosil bo'ladi. Siz yaxshilab e'tibor bering yoki bo'lmasam bizni kuzatayotgan odamlarga men tavsiya qilgan bo'lardim, agar siz tez gapiradigan bo'lsangiz, ko'zguga qarab tez gapiring. Jag'laringiz ochilmayotganligini sezasiz. Jag'lar ochilmayotgan bo'ladi. Tabiiyki, jag' ochilmayotgan ekan, siz so'zlarni talaffuzida hech qanday qiyinchilikka uchramaysiz. Ya'ni tez chiqadi. Agar siz har bitta tovushlarni o'zini sof mahraji bilan katta-katta jag'ni ochib talaffuz qiladigan bo'lsangiz, unda avtomatik ravishda tez gapira olmay qolasiz. Nuqson shu yerda. Tez gapiradigan odamlar jag'larini ochmasdan gapirishadi. Faqat labni o'zi qimirlaydi. Shuni hisobiga ular tez gapiradi. Bu muammodan xalos bo'lish uchun artikulyatsion mashqlar bor. O'sha jag'lar bilan bog'liq, jag'larni katta-katta ochib mashq qilinadi. Mana bu og'iz mushaklarini, jag'paylarini cho'zib mashq qilinadi. Va albatta so'zlarda, talaffuzlarda Albatta. mahrajlarga katta ta'sir o'tkazadi va nutqni ta'sirchan va egasiga aniq yetib borishiga xizmat qiladi. Dona-dona gapirishni o'rganadi. Tushunarli. O'sha tez gapirishni sababi shu yerdan kelib chiqadi. Istalgan hozirning o'zida masalan qo'lingizga ko'zguni oling, olib turib o'sha odatdagidek tez gapingizni gapirib ko'ring. Jag'laringiz ochilmaydi. Uning uchun nima qilish kerak? Katta-katta ochib artikulyatsion mashqlarini qilish kerak va so'zlarni hammasini katta-katta ochib mashq qilish kerak. Masalan, assalomu alaykum mashq. Bu assalomu alaykum deyish uchun mashq bu. Assalomu alaykum uchun emas. Jag'larni ochmasdan emas. Shunda o'zini joyiga keladi. O'zi shunda ham tez gapira olmay qoladi. Tushunarli. Xo'p, mana shu jag' mexanizmlari, badiiy gapirishlik, ta'sirchan gapirishlik haqida aytyapsiz. Siz bilan biz o'zimiz shaxsiy suhbatimizda aytgan edingiz, buni bir seminarda ham aytgan edingiz. 2017-yildagi Omar Halil bilan hozirgi Omar Halilda nutqi va ichki ruhiyatidagi jur'atida katta farq bor degan fikrni aytgandingiz. Menimcha bu muxlislaringizga, sizni kuzatayotgan va yangi sizni yaqindan endi tanishni boshlagan insonlar uchun yaxshi bir insight va yaxshi ko'nikma bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni nima demoqchiman? O'sha 2017-yillardagi sizni nutqingiz qanday bo'lganligini bizga aytib bersangiz deyotgandim. Va qanday jarayonlar bo'lgan va bu jarayonni qanday yengib o'tgansiz? Muammolarni. Tushunarli. Hali bir gap bor-ku, netay tabibimning o'zi ham bemor degan, lekin hozir bemor emasman, Allohga behisob shukr, lekin bemor bo'lganman. Bir vaqtlar o'zim ham ana shu og'riqlar bilan og'riganman, o'sha muammolar bilan o'ralashib qolganman, qiynalganman, mashaqqatlarga duch kelganman va eng muhimi ularni yengib chiqqanman, yengish yo'llarini topganman, kashf qilganman. Shu uchun ham balki o'zim shu yo'llarni bosib o'tganligim uchun ham shu og'riq bilan og'riyotgan odamlarga ko'proq yordam bergim kelar deb o'ylayman-da. Balki shu uchun ham mana shu sohani ham o'zim uchun ushlab qolgandirman deyman o'zimga o'zim. Hali har bir qilayotgan xatti-harakatingizga mazmun mohiyat berishga harakat qilasiz-ku. Nimaga o'zi qilyapman bu ishni degan savolga javob berganda, balki shudir buni javobi. O'zim og'riganligim, o'zim qiynalganligim uchun boshqalarga ham yordam bergim kelar deyman. Ana shu notiqlik darslarim orqali. Haqiqatan ham 2017-yil emas, 2018-yilgacha bir xil nimada yashaganman, qolipda yashaganman. Faqat 2017-yilda meni Telegramda yozib olingan ovozli xabarim bor. O'sha ovozli xabarimni men shogirdlarimga eshittiraman doim. Agar hozir iloji bo'lsa, o'sha nimada Omar Halil notiqlik maktabi kanalida o'sha ovozli xabar bor. Mayli eshittirsiz o'shani. Keyin gaplashsak. Ya'ni bizni kuzatayotganlarning o'zlari bu farqlarni yaqqol ko'rishsin demoqchiman. O'shani qo'ying.
Makgregor o'zi u boshqa UFSda u kuchli. Hamma narsani ustasini qilgani yaxshi ekanda baribir. Ko'rdingiz o'zi boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz. Xo'p, mana eshitdingiz. Pinqillab gapiryapman. Ya'ni qo'pol qilib aytganda bu burundan minqalanib gapirish deyiladi. Keyin ovozim ingichkaroq. Toni baland. Keyin so'z boyligi yo'q. So'zlar betartib ketyapti. Grammatik jihatdan betartib ishlatilyapti. Yoki sintaktik jihatdan deymizmi? Bu 2017-yil, adashmasam, aprel oyidagi ovozli xabar bu. Endi yaqin kunlarda xuddi mana shu nutqimni qaytadan yozganim bor. O'shani endi qo'ying. Ha, Makgregor o'zi u boshqa narsada. Ya'ni UFCda kuchli. Baribir hamma narsani ustasi qilgani yaxshi ekan. Boshidan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz bunga aminsiz. Bir xil tekst, ya'ni bir xil matn, lekin ovozda yer bilan osmoncha farq bor. Va hattoki ba'zi bir shogirdlarim aytgan, bu boshqa odamning ovozi bo'lsa kerak deb o'ylaganmiz deyishgan. Yo'q, u ikkalasi ham o'zimning ovozim. Xo'p, endi tahlil qilamiz. Nimalar o'zgardi? Qanday qilib? Birinchi navbatda ovoz tembri, ya'ni rezonator. O'pkadan kelayotgan havoni 3 xil yo'nalish trayektoriyasi bo'ladi. Birinchisi quyi rezonator deyiladi. Bu o'pkadan kelayotgan havoni bosimi og'iz bo'shlig'idan chiqib ketadi. Ikkinchisi bor, bu o'rta rezonator deyiladi. Bunda o'pkadan kelayotgan havoni bosimi 60 yoki 70% og'izdan chiqadi, qolgan 30 yoki 40% burundan chiqadi. Burunga tomon yo'naladi. Agar sizda masalan shu burunga qanaqadir jarohatlar olib yoki ko'p shamollashlar oqibatida burunda qandaydir to'siqlar, ya'ni ichki to'siqlar hosil bo'lgan bo'lsa, nima bo'ladi? Burunni yopsa, ovoz pinqillaydi. Ichkaridan kelayotgan havoni bosimi o'sha to'siqlarga uriladida, ovoz avtomatik ravishda pinqillab chiqadi. Bu ovozni jozibasini bo'g'ib qo'yadi. Tonini ko'tarib yuboradi. Bu eng birinchi asosiy sabab. Men o'rta rezonatordan gapirardim. Quyi rezonatordan gapirish uchun birinchi navbatda nima qilish kerak? Nafasni texnikasini o'zgartirish kerak. Biz odatda mana hozir bizni kuzatayotganlar ham chuqur nafas olishsin. Mana o'pkani va yelkalarni tepa qismi, ya'ni yuqori qismi ko'tariladi. Mana shunday nafas olamiz. Bu vokal nuqtai nazaridan noto'g'ri nafas olish hisoblanadi. Nimaga? Chunki bu nafasni idora qilish qiyin kechadi va yetarlicha havo yig'ilmaydi va bu borada biz ovoz paylariga, vokal kordlarga ko'proq yuklama berib nutq qilamiz. Ya'ni bu yerda qolgan yuklamani ovoz paylariga tushirib qo'yamiz. Agar biz qoringa tomon nafas oladigan bo'lsak, unda vaziyat o'zgaradi. Qoringa tomon degani bu o'pkani quyi qismiga nafas olish. Shunchaki siz havoni yo'nalishini pastga yo'naltirasiz. Mana havoni chiqardim, nafas olaman, o'pkam, ko'krak qafasim va yelkalarim ko'tarilmaydi. Mana. Hozir qornim ishib turibdi. Qoringa nafas oldim. Ha, ana shu qoringa nafas olish sizga quyi rezonatorda gapirish imkoniyatini beradi. Bo'g'iz bo'shlig'idan, ya'ni og'iz bo'shlig'idan gapirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu tabiiy yo'g'on ovoz degani. Buni farqini ko'rib turibsiz. Albatta. O'rta rezonator bilan quyi rezonatorning farqi. Yaqqol bilinadi bu narsa. Keyingisi artikulatsiya. Ya'ni menda garchi aktyorlik sohasida o'qiyotgan bo'lsam ham, bizda sahna nutqi fani bo'lardi. Aktyorlikda bilasiz, badiiy, ya'ni obrazli gapirasiz. Adabiy tilda gapirasiz. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan ham baribir menda shevani unsurlari saqlanib qolardi. Chunki o'z ustimda deyarli chuqurroq ishlamasdim, hattoki talabalik yillarimda ham. Jag'larim katta ochilmasdi. Til, tish, jag'lar, lablar yetarli darajada sof mahraj bilan ishlamasdi. Keyinchalik artikulatsiyam ustida ishlashni boshlaganman. E'tibor berganmanki, ovoz yozish jarayonida men
mutlaqo boshqacha ovozda va sof mahraj bilan talaffuz qilishimni sezib qolganman o'zim. Keyinchalik masalan kundalik muloqotlarimda qarasam shevaga xos gapirar ekanman. To'xta dedim. Xatolik qayerda? Nimaga ikki xil ovozda gapiryapman? Chunki ba'zi bir odamlar bor, kundalik muloqotda deb pinqillab gapiradi. Lekin Qur'on qiroat qilganda yoki namoz o'qiyotgan paytda ovozi pastdan chiqib keladi. Alhamdulillahi deb. Lekin kundalik hayotda yaxshimisiz, tuzimisiz. Ikki xil ovoz. Bu holat menda o'sha mikrofon qarshisida hikoya o'qiyotgan paytimda sezib qolganman. Hikoya o'qiyotganimda ovozim boshqacha yo'g'on chiqyapti. Keyin talaffuzim ham boshqacha, chiroyli mahrajlar bilan chiqyapti. Kundalik nutqimga qarasam mutlaqo boshqacha. Shevaga xos burnimdan pinqillab gapiryapman. To'xtadim, men bu yerda nafasni noto'g'ri ishlatyapman. Va artikulyatsiyaga rioya qilmayapman ekan dedim. Mikrofon qarshisida o'sha ikkalasiga rioya qilishimni sezganman. Keyinchalik bu narsa hattoki mana shu ijodiy ishlarimda ham o'zini yaqqol farqini ko'rsatishni boshlagan. Masalan 2020-21 yillarda chiqargan hikoyalarim bilan, ovozli matnlarim bilan hozirgilarni solishtirilsa farqini sezadi odam. Talaffuzimda ovozim yo'g'onlashgan, talaffuzim ravonlashgan. Ya'ni artikulyatsiya bilan har bir fonemani o'zini sof mahraj bilan talaffuz qilishni o'rganganimdan keyingina nutqim keskin farq qilishni boshladi. Mana hozirgi holatiga keldi. Bu ikkinchi eng asosiy faktorlardan bittasi. Keyingisi gapni to'g'ri tuzib gapirish. Mana birinchi nutqqa e'tibor bersangiz, chalkash so'zlarim. Tartibli emas. Tartibsiz. Keyingisida tartibli. Bu nimada? Bu o'sha ko'p kitob o'qishdan va kitob o'qishdan tashqari o'sha yozma matnlarni ko'proq talaffuz qilishdan bo'ldi. Nimaga? Chunki kitoblarda bilasiz, matnlar tartib bilan yoziladi. Fikrlar tartib bilan ifoda etiladi. Men o'sha hikoyalarni yoki matnlarni ovozli qilayotgan paytimda ana shu ko'nikmani shakllantirdim o'zimda. Endi kundalik muloqot qilishimda ham tartib bilan gapirishni, ifodali yetkazishni o'rgandim. Mana shu 3 ta asosiy ko'nikma o'rtadagi tafovutni yer bilan osmoncha qiladi. Hozir mana gapirib beryapman, juda ham oddiy narsalar, lekin amaliyotda qo'llanilsa yer bilan osmoncha tafovutni keltirib chiqaradi. Keyin bitta savolni berdingiz. Bu nafaqat sizning nutqingizdagi o'zgarish, balki shaxsiyatingizda ham o'zgarishlar bo'lgan. Ha, bu narsani tan olaman. Shaxsiyatimda ham o'zgarish bo'lgan. Men juda ham tortinchoq, yopiq, jur'atsiz, o'ziga ishonish masalasida doim ikkilanib yuradigan bir yigit bo'lganman. Bolaligimdan ana shu narsa shakllangan menda. Hali jargonchasiga aytganda duh deydi-ku. Duh bo'lganman haqiqatan. Buni tan olaman. Qo'rqoq bo'lganman, jur'atsiz bo'lganman. Ishonasizmi, hattoki mana o'g'il bolalar 18-20 yoshga to'lganda qoni qaynaydigan payt, yerga ursa osmonga sapchiydigan payt, qizlarni boshini aylantiradigan paytida bolalarni. Gormonlar jo'sh urgan payt. Men o'sha davrda ham, bilasizmi, juda ham qiyinchilik bilan o'tkazganman. Qanday qilib, hattoki biror bir qizga jur'at qilib yurak yutib gapira olmasdim. Ichimdagi hislarimni bildira olmasdim. Mana dil izhorlari bo'ladi-ku, har qanday bo'ladi. Borib boshini aylantirishga harakat qiladi, gap otadi va hokazo. Endi menda qanaqadir yomon niyat bo'lmagan, boshini aylantirish va hokazo. Shunchaki yigitchilikda bo'ladigan bir samimiy tuyg'ular bo'ladi. Ana shunaqangi samimiy tuyg'ular paydo bo'lgan paytda ham duxim yetmagan borib gapirishga. Pinhona muhabbat degan tushuncha bor. Ya'ni o'zini xayolida hamma ssenariyni tuzib yuraveradi. Shu derazadan atrofga qarab, mungli musiqani qo'yib, muvaffaqiyatsizlikka uchragan, rad etilgan qahramonni o'zidan yasab o'tiraveradi-ku. O'shanaqa bola bo'lganman. Hattoki jur'atsizligim shu narsada ham o'zini ta'sirini ko'rsatgan. Hattoki o'zini fikrni bildirishda, maqsadlarini
aniqlashda, maqsadlari uchun turib berish, kurashish, o'zini qiziqtirgan narsalar haqida gapira olish, o'zini namoyon qilish, potensialini yorib chiqish, ochish. Menda bu narsalar mutlaqo bo'lmagan. Lekin ana shunday yashash jonimga tekkan. Men zerikkanman shunaqa yashashdan. O'zim uchun yasholmayotganligimdan qiynalganman. Bilasizmi, maqsadsizlik, o'zini nimaga qiziqishini bilmaslik bu odamni qiynaydi. O'z hayotidan qoniqmaslik hissini beradi. Nimaga? Chunki katta bo'lganimdan keyin mana ulg'ayganingiz sari sizga qo'yiladigan mas'uliyatlar, talablar va ota-onangizni sizga beradigan savollari ham ko'payadi va kattalashadi. O'g'lim, ertaga kim bo'lasan? Nima ish qilasan? Yoki shunaqangi bekorchi bo'lib yuraverasanmi? Nimaga qiziqasan? Maqsading nima deb savol berishganda men qiynalardim javob berishga. Nima qilardim? O'sha savollarga javob berishdan qochardim men. Yoki bo'lmasam o'zim qiziqmagan narsani ham shunga o'qiyman deb qo'ya qolardim. Bo'ldi shu. Lekin aslida unga qiziqmayman. Men shunchaki o'sha savollardan qochish uchungina bu javobni berardim xolos. 2013-yilda kollejni bitirganimdan keyin onam menga aytdilar, yo biror bir hunarni tanla o'g'lim, yoki biror bir o'qishga kir. Kelajagingni hal qil. Ertaga kim bo'lasan? Hozirdan harakatingni qil. Agar biror bir hunarni ushlamoqchi bo'lsang, kimgadir shogirdga tush. Agar yo'q, qanaqadir yaxshiroq ishda ishlayman desang, o'qi. Biz o'qitamiz deyishdi. Lekin o'zim nimaga qiziqishimni, qaysi hunarga qobiliyatim bor, qaysi o'qishga qiziqaman, o'zim bilmasdim. Natijada nima qilganman? 2013-yilda do'stim bilan Toshkentga borib, har bitta universitetlarga borib, fakultetlarni, kafedralarni, yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. O'zimga qaysi biri to'g'ri kelar ekan, ma'qulroq ekan. O'zimga qulayrog'ini qidiryapman-da, qarang, shu yerda ham. Shu qulayroq bo'lsa-da, osonroq kirib olsam, o'zimni qiynamasam. Topolmaganman. Oxirida san'at instituti qolgan. Endi bilasiz, yopiq odam, o'ta hayajonlanadigan, qo'rqoq odam uchun san'at sohasi mutlaqo qarama-qarshi soha. Bilasiz, san'at sohasida siz doim odamlar bilan ishlaysiz. Siz odamlarning diqqat markazida bo'lasiz. Keyin bordimda, institutga borib, u yoqdagi muhitni ko'rganimdan keyin qiziqib ketganman. Bu boshqacha muhit ekan, bu darslar ham boshqacha bo'lar ekan bularni deb. Keyin yo'q, shunga kiraman deganman. O'shanda kiraman deyishim ham asosiy maqsadi mashhurlikka bo'lgan shahvat. Chunki men tan olinmagan bir qo'rqoq bolaman. Men mashhur bo'lib turib tan oldiraman o'zimni bu dunyoda mavjud ekanligimni, borligimni, zo'r ekanligimni, qo'limda nimadir kela olishini ko'rsataman degan shahvat bo'lgan. Ehtiyoj bo'lgan. Shu ehtiyoj meni san'at institutida o'qishimga yetaklagan. Keyinchalik kirdim, o'qidim, u yoqdagi muhitni ko'rdim, bilim oldim, ko'nikmalarni shakllantirdim. Men rahmatli ustozim Nasrulloh Qobilga men doim minnatdorchilik bildiraman. Ana shu ustozim meni ochgan. Chunki ustozim 3 yil davomida 3-kursligimgacha juda ko'p tanqid qilgan. Juda yopiqsan, ko'zlaring o'lik, yonmaysan, lanchsan, bo'shashgansan, sen bu sohani odami emassan, keting bu sohadan derdi. Bu gaplarni qabul qilish yana ham og'ir bo'lardi. Hattoki seni shu sohada ham hech kim ko'ra olmayapti degan battar ishonchsizlik hissi kelardi. Yomon qiyin bo'lardi, to'g'risi. O'sha paytlari shu gaplarni eshitish juda ham og'ir edi. Agar o'sha paytda o'qishni tashlab, ana bo'ldi, eplolmadim deb ketganimda men sinardim. To'g'risi, Jaloliddin men sinardim o'shanda. Lekin davom ettirganman. Turganman, yo'q deganman. Va 3-kursligimda komediya janrida meni kaltaklab, urib, do'pposlab, qobig'imdan yorib chiqarishgan. Shunaqangi atrifga qo'yganmizki, men o'sha atrifkada bitta personajman va o'sha personaj doim kaltak yeydi sahnada. Ana shu kaltaklar bilan o'zimdagi qobiqlar yorilib ketgan. Ya'ni hammani qarshisida doim sharmandalik holatida kalta yeyish meni
hali ursang eti qotadi, gapirsang beti qotadi deydi-ku. Shunaqangi ko'nikmani shakllantirgan menda. Chunki juda ham tortinchoq bo'lganman-da. O'zimni o'zgacha holatda ko'rsatishdan uyalganman sahnada. Bilasiz, endi sahnada har qanday holatga tushish kerak odam. Ustozim mana shunaqangi atrifkalar bilan baribir professionalda ochgan, meni o'zgartirgan. Ana shu o'zgarish pallasi bo'lib xizmat qilgan. Bu 2018-yilni sentyabr oylariga boradi. Ya'ni 2018-yilni sentyabr oylaridan boshlab menda o'zgarish boshlangan. Keyingi o'zgarishlar bu Azon TV ochilgan 2018-yilni noyabr oylarida kasting e'lon qilingan. Qaysidir ma'noda Azon TVda 2019-yillardagi faoliyatim menga tajriba bo'lgan. Ya'ni keyingi ko'nikmalarimni shakllantirishda Azon TVning ham hissasi juda ham katta bo'lgan. Xullas, mana shu bosqichlardan o'tibgina men o'zimda juda katta salohiyatni ochganman. O'zim uchun o'zim xohlagandek yashashni boshlaganman. Ungacha men shunchaki vaqtni nima qilib bo'lsa ham o'tkazish tarafdori bo'lganman xolos. Shunchaki vaqtim o'tsa bo'ldi dedi men uchun. Men onasini qaramog'idan, pinjidan chiqib ketmagan bitta bola bo'lganman. Garchi yoshim katta bo'lsa ham. Hamma muammolarni ota-onasi bilan hal qiladigan, ota-onasini puliga qarab qolgan, o'zi mustaqil pul topmaydigan bola edim. Bu hattoki bilasiz, mana ana shu noto'g'ri xulq-atvor sizni keyingi xatti-harakatlaringizga ham ta'sir qiladi. Garchi siz jismonan ulg'ayasiz, lekin ma'nan go'daksiz. Go'dak. Hali ham ota-onasini arzandasi. Ota-onam hal qilib beradi. Ota-onam bor-ku, ota-onasiga suyanish. Ota-onasi qarigan chog'ida ham farzandini doim suyab yurishi. Yo'q, farzand o'zi mustaqil bo'lib, ota-onasini qo'llab-quvvatlaydigan darajaga chiqish kerak tezroq. Xullas, mana shu jarayonlar, bosqichlar hattoki shaxsiyatimni ham o'zgarishiga sabab bo'lgan. Tushunarli. Hozir mana ustoz aytyapsiz fikrlarni. Menimcha hozir bizni bu sonimiz efirga chiqqandan keyin, sahifalarda qo'yilgandan keyin juda ham ko'p inson uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bu o'zidagi muammolar kimdadir borligi va buni yechimi bor ekanligini bilishlik odamga tushuncha beradi. Ya'ni aytadiki, sen bilan fikrdosh bo'lgan, maslakdosh bo'lgan insonlarni o'rni juda ham muhim va kimdadir agar ustoz kabi tortinchoqlik, jur'atsizlik holatlari ustozda avval bo'lgani kabi kimdadir bo'layotgan bo'lsa, bu jarayon mehnat va o'zini ustida ishlash orqali albatta yechimini topadi deymiz va buning uchun ustoz mana berib borayotgan ma'lumotlari juda ham o'rinli va joy-joyiga yetib boryapti deb o'ylayman. Qo'shilaman, shu joyda bir narsani ilova qilib ketmoqchiman gapingizga. Avvalo bilim nima uchun kerak deyilsa, o'zini anglash uchun. O'zidagi kechayotgan mana shu xulq-atvorni, natijalarni, oqibatni, sabablarini tushuna olish. Avval u anglash kerak xatolarni. Kamchilik va xato nimada ekanligini bilimlar orqali anglaymiz. Tajriba, mehnat qilish orqali ko'nikmani shakllantiramiz. Shu uchun ikkalasi ham egizak, ikkalasi ham kerak. Anglash kerak. Albatta. Siz bu narsani bilimini olmasdan turib, shunchaki mashq qilaman, tajriba qilaman degan taqdiringizda ham samarali natijalarga erisha olmasligingiz mumkin. Nimaga? Chunki siz hali sababini anglay olmagansiz u narsani. Bu yana keyinchalik sizni xulq-atvoringizda namoyon bo'lib turadi. Eng qizig'i, u hali o'zini bu o'zida bo'lib turgan jarayonda muammo sifatida ko'rmayotgan bo'lishi ham mumkin. Albatta. Kimgadir bu shu ichida yashash qulaydir. Aytaylik, o'sha mas'uliyat olmaslik. Buni ayblamaymiz. Yana kimgadir tegib ketayotgan bo'lsa, bu uzr so'raymiz. Ya'ni bu erkin o'zimizni shaxsiy fikrlarimizni berib boryapmiz. Haligi mashhur hikoya bor-ku ustoz. Botqoqlikda cho'kayotgan insonni qutqarishga harakat qilishganda, qutqargandan keyin nimaga meni qutqarding desa, sen cho'kib ketarding, botib ketarding desa, men tentak shu yerda yashayman-ku deydi-yu. Xuddi o'shanda tushunishim bo'yicha oldin tushunib olishlik kerak. Lekin tushunadi o'sha insonlar ham,
mas'uliyat o'zini bo'yniga tushgandan keyin. Albatta. Mani fikrimcha undan oldinroq anglashsa zarar qilmaydi. Aha. Mana yo buni avvalroq tushunib yetgan odamlarni tajribasidan foydalanadi yoki bo'lmasam taslimiyat bilan ko'zi ochiladi. Qachonki boshi devorga urilib taq aytadi, shunda noto'g'ri yo'ldan yurib kelib qo'yibman shu yergacha deyiladi, ko'zi ochiladi. Mana shunaqa. Majburiy holatda. Tushunarli. Mana hozir qo'rquv va hayajon bilan bog'liq bo'lgan bir qancha joylarni ham aytib ketdingiz, shu nutqingizdagi boshqa. Mana shu yerda mana notiqlik kurslarida sizda qiziqish bildirib kelib o'qiyotgan o'quvchilaringizda albatta eng katta muammolardan biri qo'rquv va hayajon hisoblanadi. Ko'pincha begona muhitda, ya'ni begona insonlar qarshisida, hattoki oila davrasida ham, do'stlar davrasida o'zini fikrini bildirgani ichki bosimlar bo'ladi. Buni men o'zim shaxsiy fikrim o'sha boshda aytib o'tganingizdek, oila faktori, atrof muhit faktori juda katta o'rin deb o'ylayman va hozir bizni kuzatib turgan va hozirda mana shu odamlar ichiga kirib hayajonlanib o'zini yo'qotib qo'yadigan insonlar edi. Jarayoni haqida bir ochiqlab bersiz. Ya'ni o'sha qo'rquv jarayoni qanday holatga bo'linadi? Qo'rquv tabiiy jarayonmi, orttirilganmi? Yo bo'lmasa aytaylik bu jarayondan chiqib ketsa bo'ladimi degan bir qancha hozir o'zim shaxsiy savollarim bor. Menimcha qolganlarga ham qiziq bo'lyapti. Shular haqida fikringiz muhim bizga hozir. Xo'sh, buni ikkita faktori bor. Ya'ni o'sha jamiyat ichida yoki orasida muloqotga kirishda, nutq qilishda qo'rquvni paydo bo'lishini birinchi faktor bu psixofiziologik faktor hisoblanadi. Yoki bo'lmasam biologik faktor desak ham bo'ladi. Bu narsani, ya'ni bizda bilasiz, qo'rquv reaksiyasi bor. Qo'rquv reaksiyasi nima uchun kerak deyilsa, xavf-xatardan qochish uchun yoki kurashish uchun kerak bo'ladi. Ana shu qo'rquv reaksiyasi tashqaridan keladigan stimullarga javobgar hisoblanadi. Odatda xavf-xatar bilan bog'liq bo'lsagina. Xavf-xatar bilan bog'liq biror bir hodisa yuz berdi deylik. Masalan, tunnelda ketyapsiz, birdaniga hamma yoqda chiroq o'chdi. Tunnelda bir o'zingiz yolg'iz qolib ketdingiz. Birdan vahima bosadi, qo'rquv. Nimaga? Chunki siz o'zingizni xavfsiz his qilmayapsiz. Chunki hech narsani ko'rmayapsiz. Atrofda qanday xavf-xatar borligini bilmaysiz, vahima bosadi. Bu ham qo'rquv. Yoki bo'lmasam jamiyat ichidasiz yoki bo'lmasam sahnaga chiqdingiz. Yuzlab odam sizga termilib turibdi. Hozir shuncha odamning qarshisida yaxshi taassurot qoldira bilamanmi? Uddalay olamanmi? Odamlar men haqimda yomon taassurotda qolmaydimi degan ichki ziddiyatlar paydo bo'ladi. Bu ham sizda boyagi xuddi vahima singari qo'rquvni yo'qotadi. Biz bu narsani passiv holatda hayajon deb nomlaymiz. Ikkalasi ham tabiiy ravishda bir xil psixofiziologik jarayonlarni, ya'ni mexanizmlarni ishga tushiradi. Bu nima degani? Masalan, bizda aynan qo'rquv jarayonida haddan ziyod ortiqroq ishlab chiqariladigan gormonlar bor. Bular asosan kortizol va adrenalin. Ana shu ikkita gormon bizni mayda kapillyar qon tomirlarimizga ta'sir qilib, yurakka bosim beradi. Chunki mayda kapillyar qon tomirlari devorlarini toraytiradi. Bu yurakka ortiqcha bosim olib keladi. Yurak nima qiladi? Xapqirib urishni boshlaydi. Tez-tez uradi, hayajonlangan paytimizda. Yoki bo'lmasam bronxlarga ta'sir qiladi. Hansirab nafas olishimiz mumkin qo'rqgan paytimizda. Yoki bo'lmasam sovuq ter chiqadi, yoki mushaklarimiz tortishadi. Bu nimadan dalolat? Biz qo'shimcha energiyaga ega bo'lamiz. Va bu qo'shimcha zaxira energiya yoki jang qilishga yoki qochishga ishlatilishi kerak. Bu inson uchun berilgan tabiiy instinkt. Endi sahnaga chiqib, yuzlab odamlarni qarshisida nutq qilmoqchi bo'lgan odamdagi psixofiziologik jarayonda ham xuddi shu narsalar sodir bo'ladi. Sahnaga chiqqanda yuragimiz tez urishni boshlaydi. Chuqur-chuqur nafas olamiz.
yoki bo'lmasam hovdirab qolamiz. Miyamizdagi fikrlar ayqash-uyqash bo'lib ketadi. Chunki miyani tahliliy fikrlashi, tartibli fikrlashi yoki bo'lmasam nutqqa javobgar bo'lgan markazlarini faolligi pasayadi. Miyani himoyaga javobgar bo'lgan markazlari faollashadi. Yuqorida sanab o'tgan gormonlarning ta'sirida. Miya o'zini himoyalanish mexanizmlariga ko'proq urg'u beradi. Ana shunday vaziyatda sizni yodlab olgan gaplaringiz ham esingizdan chiqib ketadi. Miyani samarali ishlata olmay qolasiz. Faqat bu narsa 3 yoki 4 daqiqa davom etadi xolos. Yoki nari borsa 5-6 daqiqa. Chunki o'sha gormonlarning ta'siri ko'p davom etmaydi. Va ular tezda singib ketadi tanaga. Lekin siz o'sha 5 daqiqaning ichida hamma yoqni dabdala qilishga ulgurasiz. Ya'ni ko'ngildagidek chiqmaydi. Nima qilasiz? Keyin o'tirgandan keyin o'zingizni malomat qilasiz. Lapashang, eplolmading yana. Hamma qildi, sen qila olmaysan. Ana sen qila olmaysan. Mana shu yerda avtomatik fikr keladi insonga. Men uddala olmadim. Uddalagan insonlardek bo'la olmadim. Lekin bilmaymizki, ana shu uddalagan insonlar ham qachonlardir xuddi ana shu kechirmalarni boshdan o'tkazgan. Lekin ular to'xtatmagan. O'sha noqulay jarayonlarda to'xtovsiz ishtirok etgan. Noqulayliklarni qabul qilavergan. Va bu ko'nikma shakllantirgan. Aslida biz sahnaga chiqib nutq qilayotgan paytimizda bizga hech qanday xavf-xatar kelmasligini tanamiz, organizmlarimiz va miyamiz tushunib yetadi. Va o'sha qo'rquv refleksi nima qiladi? So'nishni boshlaydi. Bizda yangi ko'nikma shakllanadi. Bu sahnaviy erkinlik. Mana shu jihat juda ham muhim hisoblanadi. Kuzatuvchilar bu narsani eslab qolish kerak. Bu men eplolmayman degan narsa emas-da. Bu hammada kuzatiladigan tabiiy mexanizm. Faqat buni to'xtatmaslik kerak. Endi ikkinchi omil bor. Bu psixologik motivlar. Oilada bolani ichki ziddiyatlar bilan katta bo'lishi. Ya'ni ota-onadan tinimsiz tanqid eshitishi, kamsitilishi, biror bir ishni eplab qila olmasligi va buni orqasidan boshqalarga taqqoslanishi uni o'zini qabul qilishini qiyinlashtiradi. Ichki ziddiyatlarga olib keladi. U doim bahoni tashqaridan qidirishga harakat qiladi. O'zini baholash malakasiga ega bo'lmaydi. Masalan, o'sha sahnaga chiqib yoki qaysidir to'satdan bir mikrofon tutiladigan bo'lsa, nima uchun dog'dirab qoladi? Hozir noto'g'ri gapirib qo'ymay, odamlar menga noto'g'ri baho bermasin. Noto'g'ri chiqish qilib qo'ymay, odamlarda yomon taassurot qoldirmay. Chunki u bahoni doim boshqalardan qidiradi. Boshqalarning bahosi bilan o'zini shaxsiyatini, shaxsiy portretini chizishga harakat qiladi. U shunga o'rganib qolgan. Meni har bir chiqishim, meni har bir fikrim, nutqim, ovozim, nafas olib chiqarishimgacha odamlarga yoqish kerak deb hisoblaydi. Bu ichki ziddiyatni hosil qiladi. Chiqishdan avval ish qilib yoqadimi yoki yo'qmi? Qabul qilishadimi yoki yo'qmi? Ana shu ziddiyatlar sizni sahnadan chekintiradi. Ki undan ko'ra eplolmasdan yomon natija ko'rsatgandan ko'ra shunga chiqmay qo'ya qolay. O'zimni ko'rsatmay qo'ya qolay. Degan komfort variantga o'tadi. Ana shu ikkita jihati bor Jaloliddin bu narsani. Bittasi xulosa qiladigan bo'lsak, psixofiziologik jarayon, keyingisi psixologik motivlar. Tushunarli. Juda ham manfaatli va qiziq suhbat bo'lyapti ustoz. Mana bu suhbatlarda men o'zim ham hali eshitmagan va bilmagan bilimlarimni olyapman. Siz bilan qanchalik yaqin bo'lsam ham o'ylaymanki, qolganlarga ham manfaatli bo'lyapti degan umiddaman. Va yana bitta muhim savolim bor. Mana Omar Halil notiqlik maktabi mana o'zi asli hozirda bozorda bir qancha siz kabi professional bo'lgan notiqlar bor. Mana shu notiqlik maktablaridan Omar Halil notiqlik maktabini ajralib turuvchi ustunlik tomoni nimada? Xo'p, bu savolimni yana chuqurroq aytadigan bo'lsak, qaysidir holatda mana shu notiqlik strukturalari bir-biri bilan o'xshash, bir-birini takrorlaydigan. Ya'ni
bu an'anaviy holatda ustozlardan o'tib kelgan ustoz shogird meroslariga borib taqaladi. Demoqchimanki, mana shunaqangi bo'lsa ham, an'anaviy bo'lsa ham, ulardan sizni ustunligingiz va ulardan ajralib turadigan tomoningiz nimada? Ichinde keskinroq savol bergan bo'lsam uzr. Men keyin bu intervyu chiqqandan keyin ma'lumotga qolib ketmayman degan umiddaman. Xo'p, men ustunlik demagan bo'lardim, Jaloliddin. Ustunlik desam bu odobsizlik bo'lishi mumkin. Ustunlik jihatim yo'q, lekin farqli jihatlarim bor. Farqli jihatimiz bu nimani og'riq deb hisoblashimizda va unga qanday yechimlarni taklif qilishimizda. Ya'ni metodologiyamizda. Masalan, meni o'tadigan darsliklarimda professionallikka qaratilmagan. Ya'ni professiya yo'q. Muayyan bir kasbga o'rgatmayman. Notiqlik bilan bog'liq. Masalan, teleboshlovchilik, radio boshlovchilik va hokazo. Shu bilan bog'liq yoki dublyaj deymizmi, yoki qanaqadir ommaviy tadbirlarda boshlovchilik qilishmi. Professiya emas meniki. Masalan, ba'zi bir notiqlik maktablari bor, ular professiyaga yo'naltirishgan yo'nalishlarini. Bu ularning farqli tomonlari. Yoki bo'lmasam ba'zi bir notiqlik maktablari bor, ular shunaqangi bir xos auditoriyalarni olishgan, u rahbarlik lavozimlari. Masalan, rahbar va kadrlarning o'rtasidagi muammolarni o'rganishadi va ularga yechim taklif qilishadi. Ular bilan bog'liq muloqotlarda rahbar o'zini qanaqa tutish kerak, uni imidji, uni muloqot madaniyati qanaqa bo'lishi kerak va hokazo. Manikiga keladigan bo'lsak, maniki bu ko'proq muloqot ko'nikmalariga borib taqaladi. Ya'ni ijtimoiy qatlamni hammasini qamrab oladi. U rahbar bo'lishi mumkin, u teleboshlovchi bo'lishi mumkin, radio, ommaviy tadbirlarni olib borishi mumkin, u oddiy talaba bo'lishi mumkin, u oddiy farrosh bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Kundalik hayotda har qanday odamda uchrashi mumkin bo'lgan og'riq. Bu nima deb aytiladigan bo'lsa, bu birinchi navbatda o'ziga ishonchsizlik hissi. Qanaqadir komplekslar, yopiqlik, ochila olmaslik, o'ta darajada hayajonlanish, o'zini fikrini, e'tirozlarini, hattoki shikoyatini ham boshqalarga bildira olmaslik yoki bo'lmasam muloqot qilishda no'noqlanish, qiyinchiliklarga uchrash, til topishga qiynalish, mana. Har bir jabhada bor bu narsa. Ya'ni men muayyan bir sohalarga yo'naltirib o'rgatmayman, balki o'sha muayyan sohalarni odamlarga tegishli bo'lgan individual, lekin universal bo'lgan muammolarni ustida ishlayman. Mana individual deganimiz sababi har qanday odam bo'lishi mumkin. Uni og'riqlari har qanday sabablar bilan, motivlar bilan shakllangan bo'lishi mumkin, lekin o'sha og'riqlar universal muammolarni keltirib chiqargan. O'sha universal muammo nima? Bu yopiqlik, o'ziga ishonchsizlik, o'ta hayajonlanish va potensialni namoyon qila olmaslik. Muloqot qilishda muammolarga uchrash. Dasturimni, darsliklarimni yadrosini ana shu og'riq tashkil qiladi. Keyingisi ana shu muammolardan keyingi bosqichlarda shakllanadigan nutq bilan bog'liq muammolar. Masalan, to'g'ri talaffuz qila olmaslik harflarni, fikrlarni ifodali ravishda yetkazib bera olmaslik, bahs yoki muzokarani samarali o'tkaza olmaslik, dogmatik fikrlash, stereotiplarga moyil bo'lish, konformizm, ya'ni mustaqil fikrlash qobiliyatini yo'qolishi va ko'pchilikka qarab og'ib ketish holatlari va shunga o'rganib qolish. Mana shu bizning muammolarimiz. Endi har qanday notiqlik kurslarida ovozni sozlash, to'g'rilash, nafasni to'g'rilash, artikulyatsiyani yoki bo'lmasam o'sha harflarni sof mahraj bilan talaffuz qilish, adabiy manierada gapirish, bu hamma kurslarda o'tiladi. Bir xil. Lekin metodologiyamiz, yo'nalishlarimiz va og'riqlarimiz bir-biridan farq qiladi. Farqli tomonimiz shunda, lekin men ustunlik tomonimiz bor deb hisoblamayman. Farqli tomonimiz bor. Tushunarli. Xo'p, ustoz, yana bitta muhim savolim bor. Menimcha bu sizni kuzatayotgan muxlislaringizga va sizni tanigan insonlarga bu qiziq bo'lsa kerak. Omar Halil ismmi yoki taxallus? Buni ko'pchilik so'rashadi. Tadbirlarda
seminarlarga borsam nima uchun Omar Halil tanlagansiz deyishadi. U Omar Halil taxallus, yuqorida aytib o'tganimdek, ism emas, ismi boshqa. Nima uchun Omar Halil taxallusi tanlangan deyilsa, buni men aytdim-ku, tarixi bor deb. Shu tarixi bor, o'ziga yarasha. Men sal uzoqroqdan kelaman. 2012-yilda avtohalokatga uchraganman. Avtohalokatga uchraganimdan keyin uyda yotib qolganman ancha muddat. Oyog'im 3 ta joydan singan. Ana shu paytda odatda kompyuter o'ynardim. Kompyuter o'ynardim, vaqtimni kompyuter o'yinlari bilan o'tkazardim, lekin zerikdim. Kompyuter o'yinlaridan ham zerikkanimdan keyin nima qilib vaqt o'tkazsam ekan dedimda, onam bilan dadamni nimalarida, yotoqxonalarida javon bo'lardi. Dadam shifokorlar, onam o'qituvchilar. Endi ziyoli oilani farzandi, uyimizda kitoblar bo'lishi tabiiy, aniq. Kirib javonning ichida har xil kitoblar bor, o'shalarni titkilashni boshladim. Kitob o'qib ko'raychi dedimda endi. Chunki menda kitob o'qish malakasi yo'q edi. Ko'nikma bo'lmagan menda. Keyin kitoblarni ochib qarab tursam, o'shalarning ichida Imom Buxoriyni Al-Jami As-Sahih degan kitoblarning 3-tomi bor ekan. Rasululloh alayhissalomni ishtirok etgan g'azovatlari haqidagi bob ekan u, tom ekan. Kitobni ochdim. Ochib qarasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qatnashgan g'azovatlar degan yozuvni o'qidim. Zo'r kitobga o'xshayapti dedim. Diniy kitob ekan. Demak, o'rganib bilib olaman derdim. O'sha paytdagi savodimni hamin qadar bo'lganini qarangki, Rasululloh alayhissalomni ismlarini men bilmasdim. Haqiqiy ismlarini bilmasdim. Ya'ni Muhammad Mustafa ekanligini bilmasdim. U kishiga aytiladigan sallallohu alayhi va sallam degan salovat bor-ku. Doim qo'shib aytamiz. Men o'shani ismlari deb o'ylaganman. Sallallohu alayhi va sallam bu ism deb o'ylaganman. Radiyallohu anhu degan so'z namuncha ko'p keladi, kim ekan bu mashhur inson deganman o'sha paytda. Keyinchalik o'qish asnosida o'sha so'zlarni tarjimasini keyin bilganman. Deganman. O'shanda qiziqib ketganmanki, diniy tasavvurlarim, tushunchalarim ham juda ham sayoz bo'lgan. O'sha kitob orqali o'zimni dinga naqadar chanqoq ekanligimni tushunib yetganman. Shunaqa mazza qilib berilib o'qiganman, hattoki birinchi marta diniy kitob o'qishim meni. Diniy mazmundagi kitobni birinchi marta tushunib o'qishim bo'lgan. Va hattoki yig'laganman o'qiganimda. Shunaqangi chuqur iz qoldirgan ekanki, o'sha kitob meni keyingi xatti-harakatlarimda, kelajagimda, orzu maqsadlarimda, o'zimga beradigan savollarimda ana shu kitobning ahamiyati juda ham katta, ya'ni o'rni. O'sha kitobni o'qiganimdan keyin o'zimga savol berishni boshlaganman. Sen nima uchun yashayapsan o'zi? Nimaga bu dunyoga kelding? Shu vaqtgacha qanday yashading? Endi qanday yashashing kerak? Seni darding nima bo'lishi kerak? Qisqa qilib aytganda, dard solib qo'ydi ichimga. Ya'ni nima uchun degan dard. Keyinchalik mana shu diniy bilimlarga chanqoqligim meni diniy bilimlarni olishga undadi. Endi o'sha paytlarda men ishlamasdim. Ishlamagandan keyin pul bo'lmasdi. Pul bo'lmaganligini hisobiga kitob olib o'zimning ehtiyojlarimni qondira olmasdim. Nima qilganman? Endi o'sha paytda internet bo'lardi, lekin juda ham qimmat bo'lardi internet. Modem orqali ulanib kirardim. Kirib kompyuterda Islom.uz portali bo'lardi. Rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni qilib ketgan eng katta ishlardan bittasi mana shuda. Men juda katta minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman shayximizga. Men o'zimni boshlang'ich diniy ehtiyojlarimni o'sha sayt orqali qondirganman. O'sha saytda juda ko'plab maqolalar bo'lardi, kitoblar bo'lardi, hammasini o'qib chiqqanman. O'sha maqolalarni o'qish asnosida sahobalarning biografiyasi yozilgan maqolalar bo'lardi.
O'shalarning ichida birinchi bo'lib Hazrati Abu Bakr Siddiqdan boshlaganman, keyin Hazrati Umar keladilar, ketma-ketlik bo'yicha. Hazrati Umar radhiyallohu anhuni biografiyalarini o'qiganimda u kishiga menda o'zgacha bir ixlos paydo bo'lgan. Mehr-muhabbat paydo bo'lgan. Havas qilishni boshlaganman. Nimalarga? Adolatli ekanliklariga, adolatga bo'lgan chanqoqlariga, adolatga bo'lgan ishtiyoqlariga, g'ayratlariga juda ham havasim kelgan. Mehrim bo'laycha bo'lib qolgan o'shanda Hazrat Umarga. Keyinchalik ham mana shu Hazrat Umar radhiyallohu anhuni adolatga bo'lgan munosabatlarni o'zimning hayotimga ham olib kirishni boshlaganman. Adolat bu eng muhim narsa deb. Nima uchun Omar Halil taxallusini qo'yganman? Bunga Ernesto Che Guevara degan argentinalik inqilobchi bor. O'sha odamni bir ajoyib aforizmi bor. Agar qayerda adolatsizlikni ko'rganda ichingizda nafrat uyg'onsa, demak siz meni do'stimsiz. Qayerda bo'lsangiz ham. Men shunda o'ylaganmanki, men Hazrati Umar radhiyallohu anhu bilan bir zamonda yashash nasib qilmadi menga. Menga u kishi bilan do'st tutunish ham nasib etmadi. Oramizda salkam 1400 yillik masofa bor, ya'ni yil bor. Lekin shunaqa bo'lsa ham, men Hazrat Umar radhiyallohu anhuga maslakda, ya'ni prinsipda, yo'lda do'st bo'la olishim mumkin ekan deganman o'zimga o'zim. Shu uchun ham Umar ismini tanlaganman taxallusimda. Halil bu bilasiz eng yaxshi va yaqin do'st. Endi ta'riflab bo'lmaydigan darajada sodiq do'stda bu, siddiq do'st Halil. Ibrohim Halilullohga berilgan bir maqom. Halilulloh. Men Omar Halil deganda Hazrat Umarga maslakda ana shunday, ya'ni adolatparvarlikda sodiq do'st bo'lishni o'zimga o'zim qasd qilganman. Va bu narsani o'zimni kundalik hayotimda, ijodiy ishlarimda, chaqiriqlarimda bildirib turaman bu narsani. Ya'ni negizini shu narsa tashkil qiladi. Adolatparvarlikka bo'lgan ishtiyoq, chanqoqlik. Omar deyilishining sababi nima uchun Umar emas, Omar jarangliroq eshitiladi. Shuni ham hisobga olganman. Omar Halil. Ya'ni taxallusimning vujudga kelish tarixi ana shunaqa. Hazrat Umar radhiyallohu anhuga garchi jismonan do'st bo'lmasam ham maslakda do'st bo'lishni xohlayman. O'shaning uchun shu taxallusni tanlaganman. Tushunarli. Ustoz, siz kabi maslakdosh bo'ladigan insonlar ko'paysin, g'oyadosh va chin ma'noda. Hozirgi kunda siz bilan bu mavzuni ko'p suhbat qilamiz. Endi mediada ham aytib o'tishimiz juda ham o'rinli deyman. Sababi buni yetkazib qo'yish kerak. Mediada ko'kraklariga urib, og'izlarini to'ldirib da'vo qilayotgan gaplari hozirgi kunda ko'p kishiniki faqatgina PR uchun bo'lib qolgan. Va umid qilamizki, bularni ham qalblarini Alloh isloh qilsin. Aytayotganlariga ruhan, ma'nan va g'oyaviy tomondan o'zlari ham ishonsin va shunga inonib o'shanga harakat qilsin. Ya'ni nima demoqchiman? Nafaqat gapda emas, ruhan haqiqatdan maslakdosh bo'ladigan, haqiqatni, adolatni yo'ldan yuradigan insonlar ko'payishligini umidvorimiz. Va bu dard ko'p kishida bo'lishini xohlayman. Va bu dard yaxshi dard hisoblayman. Kimki agar mana shu dardi bo'lmasa, o'ylaymanki, inson sifatida hali nima uchun dunyoga kelganini bilmaydi deb o'ylayman. Va yana mana bu media katta platforma va katta bir auditoriya bo'lganligi uchun aytib o'tishim kerak deb hisobladim. Endi notiqlikka qaratilib qoldi. Ko'pincha darslarimiz hayajon va qo'rquv, ijtimoiy muammolarimizga, hayotimizdagi muammolarga bog'lanib qoldi. Endi keling, ustoz, meni o'zimning shaxsiy savolim bor edi. Buni sizning fikringiz men uchun juda muhim. Nima uchun? Mana hozirgi kunda ilmiy, tarixiy, siyosiy masalalarda
tarixni yomonlash, ya'ni umumiy hammani ustidan qaror qabul qilish kuchayib ketdi. Ya'ni biz bunday bo'lganimiz uchun bunday bo'ldik. Bunday bo'lganimizda bunday bo'lar edik. O'zi avvaldan asli shunday bo'lganmizmi degan savol bor. Avval qanday bo'lganmiz? Xuddiki ideallashtirish juda kuchayib ketgan. Tarixni ham, o'zimizni ham o'ylaymanki, o'zimizga juda katta bir nima deydi? Marralarni qo'yib yubormayapmizmi o'zimizdan qoniqmasdan? Bu xuddi haligi ota-onasidan ko'p daki eshitgan, dashnom eshitgan bolani perfeksionist bo'lib qolishiga o'xshab ketar ekan. Masalan, o'ziga juda talabchan bo'lish. To'g'ri aytyapsiz, men ham fikringizga qo'shilaman. Ya'ni tarixni yoki tarixiy shaxslarni ideallashtirishga o'zim ham qarshiman. Biz tarixni obyektiv rakursda yoritishimiz kerak. Men shuni tarafdoriman. Bu o'sha shaxslarni kamchilik va xatolari ham yutuqlari bilan birgalikda zikr qilinishi kerak. Chunki uni ideal qiyofada qabul qilib qo'ymasligimiz uchun. Agar biz ideal qiyofada qabul qiladigan bo'lsak, o'zimizdan qoniqmaslik hissi paydo bo'ladi. Va tabiiyki biz ularni avlodi sifatida o'zimizga nima qilamiz? Juda katta talablarni qo'yishni boshlaymiz va o'zimizni malomat qilamiz, ularni bajara olmasak. Bu xuddi yaxshi bola yoki yaxshi qiz sindromiga o'xshab ketadi. U qancha yaxshi bo'lishga harakat qilmasin, realda qancha yaxshilik qilmasin, baribir o'zidan qoniqmaydi. O'zini malomat qilaveradi. Xuddi shunga o'xshab qoladi. Tarixni ideallashtirish. Mana bu borada beradigan subyektiv fikrim, tarixiy shaxslarni, tarixiy davlatlarni, tarixiy jarayonlarni ideallashtirmaslik, ularni xuddi o'zimiz kabi inson sifatida qabul qilishimiz, o'sha jarayonlarni faqat ularni kontekstdan ko'rib turib baholash. Hozirgi davr kontekstdan kelib chiqmas. Hozir mana aytyapsiz, o'sha gapirganda ham biz, siz kimsiz? Nechkisizlar o'zi? O'sha biz deganingiz hamma ham fikrmi o'zi? Tarixga qiziqadimi o'zi? Ular o'sha shaxsiyatlarni o'ziga qahramon deb biladimi o'zi? Bu savollar haqida muhokama qilinmaydi. Shunchaki biz deb ma'lumot qilib, ya'ni o'zimizni biz deb ma'lumot qilib, umumiy qilib gapirib o'tib ketiladi. Havoga gapirib turganda, jonsiz holatda gapirib turganga o'xshaydi. Yo'q, o'ylashim bo'yicha biz tarixdagi insonlardan masalan o'ta darajada yomonlashib, ulardan axloqiy pozitsiyada uzoqlashib ketayotgan odamlarimiz deb hisoblamayman. To'g'ri, ularni bizdan ustunlik jihatlari ham bo'lgan. Bularni e'tirof etaman. Lekin ustun bo'lmagan jihatlari ham bor. Va ular o'sha davr uchun qahramon. O'sha davr uchun ustun. Agar balki ular hozirgi davrda yashaganda biz kabi ular ham o'zini malomat qilib yashar. Avvalgidek bo'la olmayapmiz biz deb. Chunki hozirgi davr, hozirgi sharoitlar, hozirgi qarama-qarshiliklar boshqacha. Balki biz ana shu qarama-qarshiliklarni yengib o'ta olsak, shuni o'zi qahramonlikdir. Garchi ulardek bo'la olmasak ham. Chunki ular ham o'z davrini qarama-qarshiligini yengib o'tgan. Garchi men ularga o'xshamasam ham, o'zimni davrimdagi bir qarama-qarshilikni yengib o'ta olsam, bo'ldi, men o'zimdan qoniqish hosil qilishim kerak. Bo'lmasam bu menga hech qachon tugamaydigan depressiya beradi. Nima keragi bor yana ortiqcha talablarni o'zimga qo'yib? Butun boshli kelajakda g'amini o'zimga olib olib. Bo'ldi, men o'z davrimga javob beraman. O'zimga javob beraman avvalo. Va o'zimni tarafimdan javob beraman. Doim biz deb gapirishning hojati yo'q. U biz degani uni ichida kim bor o'zi? Shu tomoni bor. Mavhum biz u. Hozir o'zbek jamiyatining ichiga bitta savol tashlansa, bilasiz, mingta bo'lakka bo'linib ketadi. Lekin biz deb gapiriladi. Mingta tarafni ko'rasiz. Qanaqasiga biz bo'lamiz? Biz deganda kimni nazarda tutyapsiz? O'zbeklarmi? O'zbeklarni o'zi hali yakdilmas. Yakdil fikrlamaydi. Diniy kontekstda ham yakdilmas, siyosiy kontekstda ham yakdilmas, ijtimoiy muammolarda ham yakdilmas.
taraflar tiqilib yotibdi. Lekin biz ana shu ahvolga keldik. Biz munosib bo'la olmayapmiz. Biz bo'lsak xursandman. Biz bo'lsak-ku xursand bo'laman haqiqatdan. Siz Lekin o'sha qaysidir masalada shunaqangi bir mushtarak bo'ladigan biz bo'lsak men xursand bo'laman. Lekin o'sha biz bo'la olmayotganligimiz ham bir muammo. Yoki bo'lmasam biz emasligimizni tan olish kerak. Biz emas, men munosib bo'la olmayapman deyish kerak. Men o'zimdan qoniqmayapman. Biz deb kollektiv mas'uliyatni bo'yniga olmaslik kerak. Balki siz yaxshi harakat qilayotgandirsiz. Yaxshi natijalar qilayotgandirsiz. Mana shu tomondan menimcha so'zga mas'uliyatli bo'lish kerak. Ha deb o'zini ayblash, ha deb kollektiv aybni, ya'ni kollektiv aybdorlik hissini yelkasiga olish bu noto'g'ri deb hisoblayman. Doim o'zini tarixiy kontekstdan kelib chiqib ayblash, tarixiy shaxslar bilan o'zini taqqoslash, imkoniyatlarini, natijalarini bu noto'g'ri yondashuv, noto'g'ri xulosalarga olib keladi. Shu boisdan tarixiy odamlarni o'zini davrini nuqtai nazaridan, imkoniyatlaridan kelib chiqib baholash kerak. Bizni o'zimizni davrimizdagi sharoitlardan kelib chiqib baholashimiz kerak. Shunda biz obyektiv va real bahoni bera olamiz. O'zimizni qadamlarimizni to'g'ri o'lchay olamiz. Biz hozir tarixiy o'lchovlar bilan zamonaviy qadamlarimizni o'lchashga harakat qilyapmiz. Shu noto'g'ri. Men ham xuddi siz kabi intervyularda ko'p ko'raman. O'sha ayblanayotganda kollektiv aybdorlik his qilinadi. Ko'pchilik nazarda tutiladi. Endi men ham ba'zi joylarda e'tirof etaman bu narsani, ya'ni biz deb gapiraman. Lekin asoslab beraman o'sha narsani. Asoslab berilsa bu boshqa gap. Ya'ni ko'pchilik mana shunaqangi fikrlayapti yoki shunaqangi yo'ldan ketyapti deyilsa bu narsani tushunaman. Lekin tarixiy shaxslarning oldida biz aybdormiz, biz yaxshi avlod bo'lmadik deb kollektiv mas'uliyatni, aybdorlik hissini bo'yniga olishi menimcha bu noto'g'ri xulosa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va buning natijasida o'zidan qoniqmaslik. Ya'ni qoniqmaslik nafaqat millat o'laroq va shaxsiy o'ziga nisbatan qanday ajoyib bobolarimiz bo'lgan, qanday samimiy insonlar bo'lgan deyiladi. Avvalgi insonlar qanday edi, biz qandaymiz deyiladi. Mana bu ko'p podkastlarda ham chiqqan menimcha bu kulgili bir anekdot sifatida qoya toshlarga yozib qo'yilgan ekan. Bundan bir qancha yillar avval yoshlar buzilib ketyapti. Ha, piramidani toshlariga. Xuddi o'shanday. O'sha paytda ham shu narsalar bo'lgan ekan. Ha, albatta. Bu bilasizmi, hamma ham shunaqangi fikrlamaydi. Ayrim jamiyatga fikr orqali ta'sir o'tkaza oladigan influencerlar bo'ladi. Ana shu insonlarning gapi mas'uliyat bilan gapirilishi kerak. Siz aytgan narsalarni agar influencerlar tomonidan aytilsa, u mas'uliyat bilan aytilishi kerak. Sababi ularning gapi ommaga ta'sir qiladi. Omma ularning fikrini qabul qiladi. Shu kollektiv ayblash masalasida tarixiy shaxslarni hozirgi zamon shaxslari bilan taqqoslash, ulardek bo'la olmayapmiz deb aybdorlik hissini uyg'otish, bu demotivatsiyaga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan men influencerlarga mana shu masalalarda nutq qilishda mas'uliyatli bo'lishlarini men iltimos qilib qolgan bo'lardim. To'g'ri, tarixda axloqiy jihatdan, yutuq jihatdan bizdan ancha yuksak bo'lgan yutuqlarga erishgan insonlar bor. Juda ham ko'plab topiladi. Ulardan o'rnak olish kerak. Lekin bu bizni hozirgi zamonaviy hayotimizdagi, turmush tarzimizdagi pozitsiyamizga ta'sir qilmasligi kerak. Bizda aybdorlik hissini uyg'otmaslik kerak. Juda ham qiziq suhbat bo'lyapti. Menimcha qolganlarga ham manfaatli va ajratayotgan vaqtlariga yarasha ma'lumotlar olishyapti degan umiddamiz.
Suhbatni yakunlashni xohlamas edim. Adashmasam yetarlicha muddat bo'libdi. Ustoz, so'zni yakunida o'zingizni 3 ta maslahatingizni bersangiz, ya'ni kimlarga nisbatan boya aytganingizdek o'zini hayot yo'lida aniq maqsadini topa olmayotgan, ijtimoiy hayotda o'zini yo'lini topa olmayotgan insonlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? 3 dona maslahat. Ya'ni qanday qilib ana shu muammolarni yechish va to'g'ri yo'l topa olish borasida 3 ta maslahat aytishim kerak. Shunaqami? Shunday. Xo'p, o'zi mundoq tabiatiga kirib sho'ng'iydigan bo'lsak, bu muammolar muloqot bilan bog'liq. Ya'ni boshqa odamlarning ta'sirida yuzaga kelgan narsalar. Shu boisdan agar imkoniyat bo'lsa, birinchi navbatda ota-ona bilan bog'liq munosabatlarni sog'lomlashtirish kerak. Chunki biz yuqorida sanab o'tdik va izohladik, muammolarimizni ildizi zanjirda orqasiga yetib borsak, ota-ona bilan bog'liq munosabatlarga borib taqalyapti. Agar iloji bo'lsa, ota-ona bilan o'rtasidagi munosabatlarni sog'lom yo'lga qo'yish kerak. Sog'lomlashtirish kerak. Agar qo'lidan kelsa. Agar qo'lidan kelmasa, buni iloji bo'lmasa, yoki masalan ota-onasi o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Ota-onasi keksayib qolgan bo'lishi mumkin yoki ota-onasi hech qachon bir uni eshitmaydigan, bir o'zgarmas bir holatda bo'lishi mumkin-da. Borda shunaqa ota-onalar. O'zgarishni xohlamaydi. Chunki o'zidagi aybni tan olmaydi. Keyingisi, agar buni iloji bo'lmasa, ko'proq ijtimoiylashish kerak. Ijtimoiylashish nima bilan bo'ladi? Masalan, har xil kurslarga borish kerak. Farqi yo'q, u faqat notiqlik kursi bo'lishi shart emas. Har xil kurslarga borsin. O'zini qiziqtirgan, o'zini vaqtini o'tkazishni xohlagan qanaqadir to'garaklarga, sportga, qanaqadir xayriya klublariga deymizmi, volontyorlarning shunaqangi klublari bo'ladi, ijtimoiy harakatlar bo'ladi. Kirsin, ijtimoiylashsin. Uni o'rni bo'ladigan bir guruhda ishtirok etsin. O'sha guruhning ichida o'zini o'rni borligini, uni ham ovozi, fikri eshitilishini his qilsin. Ana shu ko'nikmani shakllantirsin. Bu ikkinchisi. Yoki o'sha oliy ta'limga deymizmi, shunaqangi bir qanaqadir o'qishlarga kirsin. Ijtimoiylashsin. Keyingisi maxsus mana shunaqangi bir professional, faqat endi hozirgi kunda bu narsa juda ham ko'payib ketgan, ajratish qiyinroq bo'lishi mumkin. O'zini sohasini chinakam ustasi bo'lgan, ilmni dardida yashaydigan biror bir psixologga yoki psixoterapevtga borsin. Yoki bo'lmasam malakali nutq mutaxassislarga borsin. Ular bilan birgalikda guruhli darslarda ishtirok etsin. Bu uchinchisi. Ana shu 3 ta maslahatni beraman. Agar imkoniyati bo'lsa, ota-onasi bilan munosabatlarini sog'lomlashtira olsa, qolganlarni unchalik ham keragi bo'lmaydi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Keyingisi, agar imkoniyat yetmasa, oliy ta'lim, qaysidir o'quv markazlariga, kasbga yo'naltiradigan qanaqadir o'qishlarga, to'garaklarga, sportlarga yoki qanaqadir xayriya volontyorlik klublariga a'zo bo'lsin. Ijtimoiylashsin. Yoki bo'lmasam aynan ana shu og'riqlarga yechim bera oladigan, ularni qabul qilib, xuddi mana shunday sharoitda ham o'zini yo'lini topib, xulq-atvorini yaxshilab keta oladigan va shunga ko'maklashadigan maxsus mutaxassislarga borishsin. 3 ta beradigan tavsiyam ana shular. Tushunarli. Katta rahmat ustoz. Maroqli suhbat uchun va qimmatli vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Inshaalloh bu loyihamiz yana davom etib, siz bilan yana bir qancha gaplarimiz bor. Buni gaplashamiz. Nutq bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar albatta ijtimoiy hayotimizda har doim ham, hamma vaqt ham aytilmaydigan va ichki holatda saqlanib, buni yechimini har doim ham qidirilaverilmaydigan, bilmam nima sabab bo'ladi, qidirilmasligi. Shunday holatlar ko'p bo'ladi. Va keyingi suhbatlarimizda ham mana shu yana muammolarga yana chuqurroq kirib borishga harakat qilamiz va bu loyihamiz efirga chiqqandan keyin
o'zlaringni qiziqtirgan savollaringni mana shu kommentariya qismida yozib qoldirsalaring, albatta bu savollaringni inobatga olib, keyingi suhbatimizda yana yoritishga harakat qilamiz. Rahmat ustoz. Rahmat Maroqli sizga. suhbat uchun. Tashakkur ajoyib savollar uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Charchamang ustoz.